o'zimiz ham xato qilishimiz mumkin. Beayb parvardigor, hamma xato qilishi mumkin. Bir xil aytadi-ku, vrach hech qachon xato qilish kerak emas. Vrach ham inson. Vrach xuddi pojarniga o'xshatsa bo'ladi-da, yonib turgan uyga kiradi-ku, o'zingiz shu vrachni o'stiring, katta qiling, o'qiting, ma'lum darajada xatolar qildik, shu xatolar ustida ishladik. To'yga borishim kerak, borolmay qolgan kunlarim ham bo'lgan, o'rniga kirib, shunchaki insoniylik jihatdan. Sizlardagi eng qimmat plomba nech pul? Больница qanaqa zo'r remontda bo'lmasin, qanaqa zo'r texnika turmasin, u yerda yaxshi vrach bo'lmasa, hech qachon yaxshi больница bo'lolmaydi. Oldin ishxonada tinch o'tiruvdingiz, mazza qilib ishlab, to'g'rimi? O'zingiz. Ona qornidagi embriona ishlamasa ham rizqlanadi. Ishga bo'lgan ixlos kam, lekin pul topishga bo'lgan ixlos ko'p. Lekin ilm darajasi susaygan. Berganiga shukr qilish kerak, bermaganiga sabr qilish kerak. To'g'ri inson bo'lib harakat qilish kerak, odamlarga yaxshilik qilish kerak. Qo'shmasam. Assalomu alaykum do'stlar. Bu narsani uyda qaytarmang deydi-yu. Bugun biz Chilonzordamiz. Bugungi mehmonimiz tanlagan kasbi har biringlarni ishiga tushadigan kasb. Ja bo'lmaganda 1 yilda 1 marta. Stomatologiyadagi xatolar, ularning maslahatlari hammasi to'g'risida bugun gaplashamiz. Qo'llab-quvvatlanglar, like bosinglar, kommentariya, podpiska. Bu bizga faqat yordam beradi, sizlardan tekin yordam bo'ladi. Boshladik. Assalomu alaykum. Muzalimov, Sizlarsiz. Bizda живой anaqa. Birinchi ko'rishib olib, keyin boshlamaymiz-da srazu. Biz qattamiz hozir. Bu Chilonzor tumani 5-kvartal, 25-dom, Qatortol ko'cha, bu yoq Muqimiy ko'cha. Sport tovar chorrahasining yonidamiz. Bu butun dunyoda mashhur bo'lgan ko'cha. Parijga borganda улица Красных фонарей degan joy bor. Ya endi bizning tomonlar tinch u. Siz shu o'zingiz klinika qilib shu yerga chiqib ketgansiz. Xudo xolasa. Bundan oldingi ishxonangiz dokumentalni ishlagan birinchi joyim O'zbekistondagisi Tashqi ishlar vazirligini poliklinikasida ishlaganman. Tashqi ishlar vazirligi bo'lib ishlagan o'zingizdan bir xilligi kerakli odamlarga tishini ichiga plombasini ichiga mikrofonlar tiqib. Ay, unaqa bo'lmagan, lekin shpion. Bu yerda ham har xil odamlar kelardi. Ayniqsa bizning qizlarni turmushga chiqib ketayotganini, Karsga, Xitoylikga ko'rsam, bir achinarli holat. Achinarli. Endi deyolmayman, so'rardim, o'z bilib осознанный tanlov qilyapsizmi deb bu yoqqa ketsam, ko'pchiligini ota-onasini anaqasi bilan ketardi dedi, qizlar. O'shanda ajoyib bir holatga tushganman, lekin nima deydi, qiziq bo'lgan demoqchiman-da. Keyin paxta ishi boshlangan, paxtaga jo'natgan, bu menga sal to'g'ri kelmaganda bir xil sharoitlar. O'shaning uchun o'tdan bo'shab, Yunusobodda ish boshlaganman. Ikkita частный klinikada ishlagandim. Bittasi Diamond Dental deyiladi, ikkinchisi tish implantatsiya markazida ish boshlaganman. 5 yil o'tdi ishlab, Chinor degan restoran to'ristik medsentrda keyin joy taklif qilishdi, o'sha yerga ishga o'tdim. O'tda bir 5-6 yil ishlab, mana shu klinikani joyini sotib olib, o'zim tashkillashtirib ish joyi Xudo xolasa ish boshladik. Allohga shukr, yaxshi bemorlarimiz bor, harakat bor. Ayrim holatlarda deyman-ku, odamlarni ovqat yeyotganda ham bismillah deb yeyotganning o'zida ham tishi og'rimasa, maza qilib ovqat yesa, bizning haqqimizga duo qiladi deb o'ylayman-da. Shuning uchun biz ham patsiyentda ham pulini ham olamiz, to'g'ri. Duosini ham olamiz deb o'ylayman. Shuning uchun vrach bo'lish o'zi zo'r. Ikki dunyo saodatiga ishlarganda. Bu bitta shunaqa kasblardan bittasi. Shuning uchun agar kim kelajakda vrach bo'lish niyatida bo'lsa, misol uchun ko'radigan odamlardan, misol farzandlari yoki kimdir, bu juda zo'r kasblardan bittasi, lekin qiyinchiligi, mashaqqatlari bor. Vrach bo'lish uchun uzoq yil mehnat qilish kerakligi va bu mehnat tugamaydi. Mana misol uchun men ishxonada bo'lsam ish ketadi. Agar misol uchun ishxonadan chiqib ketsam, kimdir kela olmaydi. Misol uchun ortiqcha o'tibizga chiqa olmayman. Meni mana shu ishxona 4 ta devor qamal qilib qo'yadi-da. Lekin men xursandman. Odamlar bor ish topa olmayotgan yoki anadir opasniy производствоda ishlaydi misol uchun. Allohga shukr, bizga yetkazganiga nihoyatda minnatdorman. Shukr. Xursandmiz. Ko'rsak bo'ladi? Keling. Assalomu alaykum Xatolar kanalining muxlislari. Bugungi mehmonimiz Hasan aka. Sizni tanimagan muxlislar uchun o'zingizni tanishtirsangiz va shu stomatolog bo'lgunizgacha bosib o'tgan qadamlaringizni bir aytib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Ismim Hasan, familiyam Nabiyev. 1984-yilda sobiq Sovet ittifoqi paytida dunyoga kelganmiz. O'ziga xos sharoitda yashab o'tganmiz, lekin aksariyat ko'pchilik odamlardan yoshligimizdan o'rtoqlarimiz, tanishlarimiz o'zbeklar bo'lmagan. Shunchaki bo'lganki sharoit
mana shu Chilonzor rayonida o'sib katta bo'lganman. Og'aynilarimning ko'pi o'rislar, yevreylar, greklar shunaqa odamlar bilan bog'chaga borganmiz. Mani egizak ukam Husan bor. Bu ham o'zining sohasi bo'yicha ancha-muncha yutuqlarga erishgan yaxshi mutaxassis hisoblanadi. Uni yo'nalishi endi boshqa-yu. No, ikkalovimiz ham hayotda Xudoga shukr ma'lum bir mavqega ega bo'lib, o'zimiz sohamiz ustida ishlab, yaxshi mutaxassisga aylanishga harakat qildik. 91-yilda biz mustaqillik davrida maktabga chiqib, mana shu maktabni demak 99-yilgacha o'qib bitirib, aynan stomatologiya sohasini bitirgunimizcha maktablarda yaxshi o'qib, qizil shahodatnoma, ya'ni qizil diplom bilan maktabni bitirdik. Shu bitirib, ota-onamiz bergan ko'rsatmalar asosida, ya'ni qanaqa soha mutaxassisi bo'lmoqchisan, halol bo'lsin, odamlarga kerakli kasb bo'lsin, oila bola chaqamni halol boqoli, texnika bilan bog'liq bo'lsin va o'zimni hayotimni qog'ozlar bilan, yozuv chizuv hisob kitoblar bilan bog'lash xohlamaganim uchun matematika imtihonida bo'lmasin degan niyatim bo'lgan. Как-то bankskiy sferalarda ishlash yoki чисто bumajniy rabota qilish xohishim bo'lmaganda hayotimda. Necha yoshingizda bu fikrlaringiz? Bu fikrim 14 yoshlarimda bo'lgan, taxminan 14-15 yoshimda shunaqa fikr bildirganman. Chunki hayotda ko'rgan odamlarim, chunki har xil kasb egalari bor. Ko'chama-ko'cha yuradigan odamlar bor, misol uchun. Birovni eshigini taqillatib yuradigan odamlar bor. Birovga zarar keltiradigan kasblar ham bor, misol uchun. Yoki birovni nima deydi, qarg'ishiga qoladigan kasblar ham bor-da. Va pora bilan bitadigan kasblar ham bor-da, misol uchun. O'shaning uchun bir shunaqa kasb bo'lsa-ki, hayotda odamlarga kerakli inson bo'ling, anaqa nima deydi, zararim birovlarga tegmasin, lekin obro' e'tiborli kasb bo'lsin degan niyat bo'lgan. Va qo'l mehnati bilan, ya'ni qo'l hunari bilan bog'liq bo'lgan odamlarga shu foydasi keladigan kasb deb, onamdan maslahat so'raganman, nimani tanlaydim. Onam shu gaplarimni inobatga olib, onam o'zlari tilchilar, jurnalistlar, Guliston va Humo gazetalarida ishlab, redaktor urovnigacha ko'tarilgan, hamma bilgan Shaytanatda yozgan Tohir Malik bilan shaxsan tanish bo'lib, uyimizga ham kelib ketadigan odam bo'lganlar paytlarida u kishi. Biz ham ko'p odamlarni, har xil yozuvchilarni ko'rganmiz hayotimizda. O'zi onamlar juda ham ziyoli insonlar. Yaqin atroflarda yuradigan odamlar ham shunga yarasha insonlar bo'lgan, ziyoli. Ulardan maslahat so'raganda, o'g'ling mana shu maktab bitirgan bo'lsa, tish texnikligini tanlasin, tish texniki bo'lsin deb maslahat berishgan. Unda o'ylab qarasam, rost mana qanaqadir joyda ishlab, misol uchun qo'l bilan bog'liq, hunar, texnika bilan bog'liq bo'lgan odamlarga rost mana foydasi tegadigan, o'ziga xos obro'ga ega bo'lgan, men uchun misol uchun yaxshi yomon kasb bo'lib tuyulmagan. Mana shu Chilonzor 16-bansani oldida joylashgan Respublika elektrotexnika tibbiyot texnikum o'sha paytda o'qishga kirilgan. O'zim imtihon topshirib, o'zim kirganman deyishim mumkin. Allohning xohishi bilan albatta. Bu 11 sinfni bitirib bo'lib 9-sinfni bitirganimda. O'sha paytda. O'sha payt ham 9-sinf. Lekin maktabda o'qiganimizda 91 chiqqan bo'lsak, 3-sinfdan 5-sinfga sakraganmiz, shunaqa eksperimentalniy yil bo'lgan. 4-sinf o'qimaganmiz, shuning uchun 99-yil maktabni bitirganmiz. 99-yil men tish texnikligiga shu RMT o'sha payt shunaqa deb nomlanardi, o'qishga kirganman. To'g'risini aytsam, o'qishga kirish juda ham qiyin bo'lgan, chunki bir o'ringa 20 ta 30 ta odam bo'lgan o'sha paytda. Vasтребованный kasb bo'lganda, misol uchun. O'sha yerda o'qib, har xil odamlar bilan tanishganmiz, ustozlar bo'lgan. Menga bu kasb juda ham yoqqan, har jihatdan. Keyingi kasbimning yo'nalishini o'sishi bu aynan stomatologiya, ya'ni vrachlikka taqaladi. Menga o'sha paytda o'qib yurgan paytimda, misol uchun, vrachlarning ishini ko'rganman, yaxshisini ham, yomonini ham-da. Odamlarga ko'z oldimga kelgan joyi shu juda ham og'riqdan qiynalib ketgan odam kelganida, vrach bitta anesteziya qilib, ya'ni og'riqlantirib, o'sha odamni ko'zi, yuzi qanaqa ochilishini ko'rish bir o'ziga xos zavq berganda, misol uchun, odamni og'rig'ini bosish ham yoki bir hayotida bir qanaqadir yordam berish ham o'rni bor-da, misol uchun. Там не то, что даже деньги, или просто даже, видите, это счастье, да, для человека, который помогает другому. Endi o'zir ruscha gapiryapman orada, chunki biz to'g'risini aytganimda bizning sohamizda qo'shimcha tillarni bog'liqli joyi bor, bilish shart. Bo'lmasa bizning sohada qanaqadir kattaroq yutuqlarga erishish uchun ma'lum bir adabiyotlarni o'qish kerak, lekin aksariyati afsus shu rus tilida va ingliz tilida asosiy qismi
bo'ladi. Buni muxlislar to'g'ri tushunadi. Sizni sohangizda shunaqa. Biz bir qanaqadir anaqa maqsadida Malaka emas. oshirishlik uchun ham boshqa tilda Albatta. Shu vrachlik уже menga qiziqib borganman texnikumda o'qib yurgan paytimda va shu 2002-yil Allohning xohishi bilan albatta u yerda ham kontraktga o'qishga kirganman. Chunki bizda mana texnikumda o'qib orada 3 yillab tayyorlanishga sharoit bo'lmagan. Oxirgi 6 oyda, 3 oyda masalan uchun kimyo, biologiya, ona tili adabiyot qilib qatnab kirganmiz. Nasib qilgan o'qishga kirish, uni ham Allohning xohishi deb o'ylayman. Lekin shu joyda bitta narsa qo'shishim kerak. Hozir ko'p trendoviy videolar chiqyapti. Masalan uchun stomatologiyani tanlash, ular xuddi nima deydi, pul topib pul ichiga ko'milib ketadigandek gaplar bo'lib ketadi-da bir xillarda. O'zi bu savolim shunga, nega bu savolni so'raganim, bosib o'tgan yo'llaringiz kuzatuvchilar bilsin, necha yillik mehnat yotganini-da. Science degan joyda, misol uchun qanaqadir firmada yoziladi-ku, 2000 какого-то. Bizani Science 1999-yildan boshlangan. 26 yildan beri shu sohani o'rganib kelayotgan inson sifatida gapirishim mumkin. Bu sohani pul uchun tanlanmaydi. Va soha tanlayotganda iloji bo'lsa ota-onani gapidan kelib chiqib tanlash kerak. Chunki sizni ota-onangiz yaxshi biladi, qobiliyatlaringizni, fe'l-atvoringizni, ma'lum bir kasb bilan qobiliyat va shunga o'xshagan ilm talab qiladi-da, misol uchun. Ota-ona eng to'g'ri yo'nalish bera oladi farzandiga. Chunki yana bitta shu joyda bitta gap, yaqinda yonimga bir inson keldilar, ular adashmasam 3-kursda o'qiydilar, xususiy stomatologiya shu fakultetda, xususiy institutda stomatologiya fakultetida o'qib turgan odam. Men kelyapti, meni shogirdlikka oling deyaptilar. Men dedim, "Nechinchi kursda o'qiysan?" 3-kurs deydilar. Qanaqa o'zi bu kasb bo'yicha nimalarni bilasiz deb savol javob qildim. Bu birinchi marta emas, menga shogirdlik kelaman degan. Masalan, har oyda bir xillarda 2 marta, 3 marta, 4 ta, bir xillarda bir oyda bitta odam kelib mendan "Prosta shogirdlikka oling" deyman. Men uni bir yo'nalish berish maqsadida, qanaqadir yo'naltirgim keladi. Ilmi past bo'lsa, o'rgangin degim keladi. Tushunasizmi? Mutaxassis sifatida o'sha vrach bo'lishga unda qobiliyatini oshirish niyat bo'ladi-da. Savol beryapman, bu soha bo'yicha nimadir ilmini tekshiryapman, lekin ilm past darajada, yaxshi bilmaydi. U o'zi aytayapti. Men o'zi deydi, organga ishga kirmoqchi edim deyapti u bola. Menga bu soha o'zi yoqmaydi deyapti-da menga. Men bunda nima uchun tanladi desa, ota-onam zastavit qildi deyapti-da, shuni majburladi shu kasb tanlashga. O'shanda endi afsus dedim. Sen lekin уже shu yo'lni bosib qo'ydik qanchadir qismini. Sen shu yo'l bo'yicha уже vaqting ketdi. Resurs, bu umr ham bir resurs-da. Biz nimadir sotib olganimizda yoki nimadir qilayotganimizda resurslarni sotamiz. Odatda bu vaqt bilan o'lchanadi. Shu kasb yo'nalishida sen balkim hozir o'qib bitiradirsan, vrach bo'larsan, lekin voyinniy vrach ham bo'lishing mumkin edi o'mdan. Misol uchun organda ishlayman desang. Sen o'qishingni oxirigacha bitir, qiziqib ko'rishga harakat qilib ko'r. Endi bo'lmasa yo'lini u yoqda topib ketarsan deb maslahat berdim-da. Lekin shu o'rinda aytishim mumkin, bu kasb odamdan albatta qobiliyat talab qiladi. Aqliy qobiliyat, qo'l qobiliyati, muomala qobiliyati. Hozir yana bir yangicha tushunchaga ega bo'lganman o'zim uchun, bu o'zim shaxsiy fikrim. Xurmacha teoriyasi degan teoriyani razrabatib o'tib qoldim. Aytib beruvdim sizga yo'q? Demak, xurmacha deganda bu idish. Idish degan ma'noni tushunaman. Nimaga deganda har bitta bandaga, insonga yoki har bir individga individualist berilgan, ya'ni o'ziga xoslik berilgan. Misol uchun unda misol keltirishim mumkin. Mana tabiatda bir xillik degan narsa yo'q. Daraxt misol uchun har xil bo'ladi. Qor parchasi ham har xil yaratiladi, bir xil emas. Dunyoning go'zalligi o'ziga xoslikda, bir xillikda emas. Shuning uchun Alloh taolo odam atoni ham loydan yaratgan. Ichini bo'shliq qilib yaratganda agar bilsangiz, iblis, shayton bir teshigidan kirib, ikkinchisidan chiqib ketgan deyishadi agar eshitgan bo'lsangiz. Ya'ni ichi pulli bo'lgan, bo'shliq bo'lgan. Xurmacha deganda, mana misol uchun mana shu idish odamning bir xurmachasi bo'lsa, Alloh shuni ichiga ma'lum bir qobiliyatli soladi odamga. Ma'lum bir xarakter, ma'lum bir o'ziga xoslik, lekin hamma xurmacha har xil. Lekin chegaralar qo'yiladi odamning rivojlanishida. Kimnidir aqliy rivojlanishdan, misol uchun chegara qo'yilgan, kimnidir jismoniy rivojlanishdan chegara qo'yilgan. Misol uchun farosat ham hammada har xil bo'ladi. Buni ham Alloh taolo beradi-da. O'shaning uchun shu bir xillarda odamlar bilan chiqisha olmasam gap yuzasidan. Buni hurmachasi shunaqa, shu miqdorda deyman-da. Men u bilan sporlashmayman misol uchun. Tushunasizmi? Boricha aytaman, qabul qilsa qildik, bo'lmasa uzr deyman-da.
O'shaning uchun bu kasb tanlayotganda inson har doim o'zini qobiliyati va imkoniyatlaridan kelib chiqish kerak. Chunki ko'p kasbdoshlarim bor, shu yo'nalishni tanlab zo'r o'qisa ham, zo'r mutaxassis bo'la olmadi. Zo'r o'qisa ham. Sabab unda manipulyatsionniy naviklar yo'q. Ya'ni qo'l bilan ishlanadigan ishda hissiyot qilish, his qilish, hozir nima bo'lyapti, ertaga nima bo'ladi, misol uchun shu patsiyentda. Yoki barmoq bilan даже o'sha instrument uchini tekshirish, yoki shunchaki qo'lni razmeri kattaligidan bir xil og'izga ishlashga qiynaladi-da, misol uchun. Tushunasiz? Grup ish qilishi mumkin, tish olishi mumkin, lekin chiqavlashga uni qo'li qalinlik qilishi mumkin, misol uchun. To'g'ri. Demak, bu gapdan hozir ko'pchilik sun'iy intellektdan qo'rqyapti-yu, yaqinda ko'pchilikni sohasini egallab qo'yish anaqasi ketyapti. Hozirgi kunda o'zida ancha-muncha kasblarni egallab qo'ydi. Demak, sizlarning sohangizda hali beri sun'iy intellekt, robot misol uchun sezish anaqasi yo'q-da. Men o'ylaymanki, bizning sohaga bu narsa hech qachon kirolmaydi, absolut deyolmayman-u, lekin yaqin 200 yil, 100 yil, 200 yilda bu bo'lishi mumkin emas. Sabab Alloh taolo insonni mukarram qilib yaratgan. Mukarram degani oliy zot degan nazarda juda murakkab ham qilib yaratgan. Bizni his qilish qobiliyatimiz hech qaysi hali anaqa jonsiz bir siz aytayotgan inson yaratgan narsada yo'q va bo'lishi ham mumkin emas deb o'ylayman. Bizdagi his qilish qobiliyati yana biri bor, taktilniy чувствительность. Robotda bo'lishi mumkin deb ham o'ylamayman-da. Bu o'ta murakkab narsa. Bu organikaga berilgan narsa. Noorganik temir yoki qanaqadir nimadirlar sezishi bu darajada mumkin emas. Ham inson ham menimcha hali beri bunaqa narsaga ko'nmasa kerak deb o'ylayman. Prosta. Masalan, nimaga persona dental klinik degani bu lotinchadan olingan o'zi tibbiyot bilasiz, tili lotin tili hisoblanadi. Persona degani inson degan ma'noni bildiradi o'zi. Tagiga olib qarasa, shuning uchun insonlar uchun, odamlar uchun bo'lgan klinika degan maqsadda shunaqa brendni nomini qo'yganmiz. Xudoga shukr, yomon emas, harakat bo'lyapti. Insonlar ko'rilyapti, davolanyapti, ish hal qilinyapti. Mijozlarimiz menimcha xudo xolisi rozi, mamnun. Shuning uchun o'zimiz ham xursandmiz. Nom ko'pchilikka yoqqan, so'raydi, nima uchun deganda savolga javob bersak, xursand bo'lishadi. Ular ham kiradigan mijozlarimizga bakila kiygizamiz. Maqsad tozalikni maksimal saqlash. Bakila kiygizishdan maqsad shu chang ko'tarilmasligi uchun. Ba'zi odamlar og'zini ochib o'tiradi, har xil mijoz bor ko'chada loy anaqa chang kirishini oldini olish uchun обязательно bakila kiygizamiz. Do'stlar, bugun noodatiy от первого лица degan narsa bor. Bizning sohada, kino sohasida shunaqa ko'rasizlar. Mana qo'limni ko'rib turasizlar faqat. Bu xonada shu jarrohlik amaliyoti ko'proq amalga oshiriladi. Shu xonada mijozlarga tish olish, boshqa bir jarrohlik amaliyotlari nima kerak bo'lsa bajariladi. Bu bir xillarda отбеливание ham qilinadi. Mana shu zoom lampa orqali tish oqartirish maqsadida bu Amerikada ishlab chiqarilgan. Boshqa ko'plab boshqa instrumentlar ham bor, просто ularning hammasini detallari bilan juda tushuntirish shart emas. Главное kelgan bemorlar shu og'riqsiz ko'rilishga va maksimal nima deydi, sterilniy asbob uskunalar bilan ko'rib, mana misol uchun ko'riladigan joylarda baryerning plyonkada taqilgan shu patsient ko'rayotganda qo'limizni shu plyonka deganingiz mana shular. Mana shu qo'ygan narsalar hammasi yengil qo'yiladi-ku, lekin sterilizatsiya qilmaydigan narsalar обязательно bu narsa bilan qoplanadi. Yo maxsus doka bilan sterilizatsiya qilingan yoki mana shunaqa baryerning membrana degan plyonka narsalar bilan qoplanadi. Mana boksmi nimadir deysiz, sterilizatsiya qiladi. Mana shumidi shu? Yo'q, bu kattasimi bu? Sterilizatsiya boksi degani u avtoklavda. Bu sterilizatsiya просто instrumentlar, biz shkaf sifatida saqlanadi. Tozasini ushlab turadi. Mana bu oralniy skaner, bu og'iz bo'shlig'ini 3D anaqasini olish uchun ishlatiladi. Skanerирование qilinish uchun 3D modelini misol uchun bir xillarda shunaqa yo'l bilan har xil narsalar yasash mumkin. Zaruriy bo'lgan narsalarni misol uchun maketlarda patsientlarga diagnozini tushuntirish uchun tushuntirib berishni ham ishlatamiz. Bir xillarda kompyuterdan foydalanamiz. Bu yerda xodimlar xonasi. Bu yerda o'sha sterilizatsiya xonasi. Anta avtoklav, tayyorgarlik, ultrazvukovoy apparatlarda instrumentlarni yuzasini tozalab, keyin kraftlab avtoklavlanadi, sterilizatsiya qilinadi. Ishlatilgan anaqalar, ninalar mana bunaqa spesial bokslarda konteynerda saqlanib, keyin utilizatsiyaga beriladi. Mana qiziq ekan. Qaysi?
non oldin kichkina idish anaqadan oynadan berishardi-yu. Ha, Navoiyxona. ha, bu nimaga unaqa qilingan? Bu ishlanganda baribir toza emas xonada. Bu yerdan instrumentlar ishlatilgandan keyin koridor orqali birinchi bu anaqa sterilizatsiya ham ikkiga bo'lingan. Gryazniy o'sha moyishniy xonaga kirgandan keyin чистый xonaga naryodiga avtoklon degan xonaga o'tadi instrument. Keyin yana qaytib koridordan chiqishi mumkin emasdi. Mana akoshkadan o'tish kerak. Ya'ni toza xonadan kirxonaga o'sha joy akoshkadan o'tkaziladi instrument. Keyin shu turishda ishlanadi. То есть instrument kirib yoqqa koridordan chiqib ketib, mana akoshka ikki tomonga ochilganda, naryoqxonada ham bor, bu yoqxonada ham bor. Toza instrument bunaqasi o'tish kerak. Shu maqsadda qilingan. Zo'r. Bu bizda Sanpin normalari borda, shu normalar asosida buni SES bilan согласовать qilib, ular proyekt tuzib beradi, o'shalar asosida biz ish yuritamiz, bo'lmasa litsenziya bermaydi agar hammasi talabga javob bermasa. Zo'r. Bu narsada даже poldan patologgacha manaqa nima deydi, uzunligi, balandligi imoratda misol uchun pokritiyalar, devor pokritiyasi hammasini o'zining standart va normalari bor. Shu standart normalar asosida maksimal qilishga harakat qilingan, hech qanaqa muammosi yo'q. Bu yoq tomondan ochilganini ham hozir ko'rib qoldim. O'sha ikkala tomondan deb shuni aytayotdingiz-da. Ha, shu Plintuslarga dahshat ahamiyat berib qo'yibsiz, lekin hozir qarab qoldim. Endi bu bir xil odamlarda kelganda qanaqadir nima deydi? Estetik zavq bo'lsin deganman-da. Ko'z oldiga kelsa shu narsada ishlatilishi, shunaqa narsada bo'lishi deganmiz. Bu kvartsovoy nima deydi? Retsirkulyator deyiladi buni. Unda havo tegidan kirib, tepasidan chiqib ketadi. Bu imенно odam xonada bo'lib turganda ham yoqish ilojasini beradigan apparat. Havoni tozalaydi. Bu narabotka soatlari necha kvadrat metrga qarab yoqib qo'yish mumkin, o'sha programma asosida ishlaydi. Buni ultrafiolet deb o'yladim men, havo deb. Bu ultrafiolet. Prosta havo tortadi deganingizga. Havo bu yerdan motorda tortiladi-da. Ha, havodagi bakteriyalarni tortib, kvartslar chiqarib yuboradi tepasidan. Oldin prosta yonib turardi eski bansalarda. Bor tepasida mana. Bunaqasi bor tepasida. Дважды. Double. Bu prosta tepadagisini odam anaqa yo'liga yoqamiz. Ha, uni anaqasi bor, radiatsiyasi nima deydi? Radiatsiyasi emas, endi zarar bor odamga shuncha. Ammo polni yoqib turadi. Bu polni yoqib turadi. Zo'r. Shu mazza qilib ko'p pul topishadi deb shu sohaga nima qilishyapti-da. O'shanda hozir aytib o'tganlaringiz necha yillik umringiz ketdi, birinchi ishingizni boshlaguningizgacha shunda o'qish jarayonini o'zi doktor bo'lish nimadan iborat degan savol. O'zi doktor, shifokor kim? Misol uchun doktor men uchun bu ilmli olim inson bo'ladi. Bizda ko'pchilik odamlar har xil doktorlar bor-da, har xil yo'nalishlar bor. Nechta organ bo'lsa, shuni hammasini davolagan o'zining doktori bor-da, misol uchun. Lekin olim inson oddiy odamlardan nestandartliroq fikrlashi mumkin. Bitta misol keltirib beraman. Bir bemorim tishini davolatish uchun kelyapti, misol uchun jarrohlik amaliyotini amalga oshirish uchun biz bilishimiz kerak, shu odamda qon yaxshi quyiladimi, misol uchun kesilsa o'rni bitishi qanaqa bo'ladi desam, menda gemoglobinim past, hech ham anaqa qila olmayman, yaxshi gematolog kerak deyaptilar-da. Men ularga gematologni nomerini o'zim bilgan yaxshi gematolog adresini beryapman. Boryaptilar-da, menga u gematologga muomalasi yoqmayapti deyaptilar. U odam juda ham ilmli inson. Men aytayapman, siz uni muomalasini nima qilasiz? Pishirib yeysizmi? Sizga uni ilmi kerak. Sizga shunaqa bir yo'l qilsinki, sizda zarar bo'lmasin, sizda foyda bo'lsin va hammasi yaxshi bo'lsin. Sizning organizmingiz, hamma ana organlar, masalan, gemoglobin past degani bu hamma organga kislorod yetishmaydi degani-da, o'zi. Hamma organ passiv ishlayapti degani-da. Shunaqa desam, shunaqa deganda mana doktor o'qishda kirayotgandagi bu hali jamiyatga endi chiqayotgan bola emas-ku, lekin hali nesformirованный личность bo'ladi-da. Как врач, misol uchun. Fundamental fanlar o'qiydi, kasbga dosh fanlarni o'qiydi. Har xil, misol uchun biz stonfakni bitirganimizda 110 tami, 108 tami fan bo'yicha biz attestatsiyadan o'tganmiz. 110 ta ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Shuncha fanni bilib, shuncha fandan baho olishingiz kerak. Shu hamma har xil domlalar bilan gaplashadi, обществоda bo'ladi, vrachlarning diskussiyasida qatnashadi. O'qishni bitirgandan keyin hali vrach bo'lmaydi, lekin vrach bo'lish uchun yana 5 yil tajriba o'tkazish kerak bu odamlarda. Ishlab o'zini o'zi boqish masalasida qiynaladi vrach. Chunki har xil kasblarda bizani
aksariyat oyliklar pastroqda boshqa yo'nalishlarga qaraganda vrachlarniki. O'shaning uchun aynan vrachlik pul uchun tanlanmaydi. Bu kasbini yaxshi ko'rgan odamgina o'zini sohasini yaxshi egasi bo'lishi mumkin. Shaxsan men praktika boshlaganimga birinchi marta tishi nervini olib yoki tish olganimga 3-kurs paytimdan boshlaganman shu narsani. Institut 3-kursida onamning tishlari og'rib qolgan. Terapiya kafedrasida domlamizdan so'rab ruxsat olib, kreslarga onamni o'tkazib, o'sha paytda ko'zim yetgan onamning tishini davolab, kanalni plombalab, ustozimga o'sha professorga rengenini ko'rsatsam, kitobda qanaqa yozilgan bo'lsa, shunaqa qilibsan, barakalla deb maqtaganlar. O'sha onamning tishlari haligacha turibdi, Xudoga shukr, zo'r bittada bo'lgan. 3-kurs paytimda bir qo'shnimiz bo'lardi, Alisher aka degan odam, o'tib ketdilar, ular ham stomatolog edilar. Shularni men Vatan kinoteatri oldida 3-stomatologiyada dejurstvoga borganman. Ichib kelgan odam kelgan, tishi og'rib, oldiraman deb. O'shanda o'sha tish ukol qilib berganlar, o'zim tishlarini jag tishi bo'lsa ham, baqvat tishi bu, как бы davolatmayman degan odamga shu payt praktika qilib birinchi olgan tishim o'sha paytda bo'lgan. Ya'ni 3-kurs paytim bu taxminan 2005 bo'lsa, hozir 2025 bo'lsa, 20 yil oldin praktikam boshlangan desam bo'ladi. Живой patsientni naturalniy ish bilan demoqchiman. Koronkalar yasash ular o'sha 99-yildan boshlanib bo'lgan. O'sha materialvedение, stomatologiya bo'yicha tishlarning formasini o'rganish. Bu ko'p yilda yig'ilib keladigan toma qo'l bo'lar deydi-ku. Oralikda juda ko'p ustozlarni ko'rdik. Ma'lum darajada xatolar qildik. Shu xatolar ustida ishladik. Asosiysi bizni o'z-o'zi qobiliyatimizdan kelib chiqib, imkoniyatimizdan kelib chiqib, hozirgi odamlarni kelgan insonni sog'lig'ini tuzatib, imkon qadar rozi qilib, optimal unga решение taklif qilib, rozi qilib jo'natamiz imkon qadar. Lekin bu hammasi yana bir bor tajriba. Ayrim mutaxassislarni ishlatamiz, chunki qo'l ostimizda odam ishlaydigan vrachlar bor. Ularning xatosini to'g'rilab, ularni nima deydi, qilib qo'ygan ishini ham to'g'rilab berishga to'g'ri kelgani ham bo'lgan. O'zimiz ham xato qilishimiz mumkin. Beayb parvardigor, hamma xato qilishi mumkin. Bir xil aytadi-ku, vrach hech qachon xato qilish kerak emas. Vrach ham inson. Misol uchun, qanaqa paytda xato qilishi mumkin? Oddiy misol, kasal tanlashda ham vrach ham bemor tanlashga haqqi bor deb o'ylayman. Chunki bizning sohada biz soatlab patsientlar bilan ishlaymiz-da. Siz patsientni tushuntirib bera olmasangiz fikringizni yoki u sizni tushunishni xohlamasa, ya'ni degani siz bergan rekomendatsiyaga amal qilmasa, unaqa patsientdan uzoqroq yurgan yaxshi. Chunki u o'zi осложнение qilib qo'yadi. Sizning gapingizga kirmasa. Yoki sizga ishonchsiz bo'lgan patsient bilan ham ishlashingiz noto'g'ri. Ixlos qilmaydi. Ixlos qilmaydi. Yo, u hamma munosabat ishonch asosida bo'ladi. Ishonch bo'lsagina odam nima deydi? Shifo topishi mumkin o'sha vrachdan. Ishonchsiz ish hal bo'lmaydi hech qachon. Hech qaysi sohada ham bo'lmasa kerak bunaqa narsa. Keyin hozir afsuski internetda ko'p trend gaplashib ketyapti-da. Vrachlar anaqa yomon Gippokrat qonunini qabul qilgan, tam boshqa yo'nalishlarni nazarda tutolmadi. Men stomatologiya emas. Odamlar bir xillarda slishkim ko'p talab ham qo'yaveradi vrachga. Pandemiyada mana qancha vrachlar shu kasallik oldida turib, gruppa riskga kiradigan sohalar bor-da, misol uchun, havo tomchi infeksiyasi, o'sha koronavirus oladigan bo'lsam, birinchi navbatda kim turadi bu yerda? Misol uchun, vrachlar orasida stomatolog, lor, непосредственно kontaktda bo'ladigan odamlar gruppa riskga kiradi, misol uchun. Men qancha odamlarni bildim, shuning orqasidan voqea etaplarda kasal bo'lib vafot etganlar ham bor-da, misol uchun, vrachlar orasida. Vrach xuddi pojarniga o'xshatsa bo'ladi-da, yonib turgan uyga kiradi-ku, mulk saqlab qolish uchun, inson jonini saqlab qolish uchun yetakdali. Vrach endi hozir xalqimiz ichida ibora bor-da, militsiya bilan doktorning qo'liga tushmagan degan. Lekin imенно stomatologiyada sal boshqacharoq. Sizlar ancha oq tomondasizlar. Nimagadir, menimcha, chunki ishinglar aniq. Yo tishni olib tashlash kerak, yo tishni davolash kerak. Ya'ni anaqa simptom qo'yishinglar oson. Boshqa sohalarimiz ancha oqsalayapti, endi mayli unga kirishmaymiz. Vrach o'zi ancha qoralanib qoldi bizning. Afsus. Lekin bu vrachni bir xillarda odamlar yomonlasa ham, men ham kommentariy yozib ketaman-da. Sizga yaxshi vrach kerak bo'lsa, o'zingiz shu vrachni o'stiring, katta qiling, o'qiting, kontrakt misol uchun hozir necha pul? Necha yil umr bering-da uni yaxshi bo'lishi uchun. Va o'sha aytayotgan sharoitda u ishlasin deyman.
tushunyapsizmi? Keyin yo'q. Vrach bo'lish o'zi qiyin va uni yo'lini o'tish o'zi qiyin. Misol uchun ko'pchilik misol keltiradi, uni buni qadimgi Gippokratni, Ibn Sinoni, boshqani yaqin 30-40 yilda yer sayyorasini insoniyatning miqdori keskin oshib ketdi. Chunki tibbiyot bo'ldi, dostupniy bo'ldi odamlarga. 100 yil, 200 yil oldin yer sayyorasida bunaqa ko'p odam yashamagan hech qachon. Hammasi ilm-fan rivojlanib, nima deydi, dostupность bo'lgani uchun tibbiyotda odamlar uzoqroq umr kechiradigan bo'ldi, ko'proq farzand ko'radigan bo'ldi. To'g'rimi? Va o'sha farzandlarni saqlab qolishi, hayot kechirib ketishi osonlashdi, dostupность hisobidan. Bu nimaga bo'ldi? Chunki vrachlarning soni ham ko'paydi. Sertifikatlarning bir qismi hammasi devorga sig'maganiga boricha qo'ydik. Mana misol uchun Janubiy Koreyani kurslarda o'qiganman deyman-ku, mana 2011-yil 18-yanvarda tugatganman. Birinchi implantni mana shu sentrda qo'yganman. Bu sentr yopilib ketgan, lekin O'zbekiston stomatologiyasini rivojlanishi uchun mana shu ANDC Dental School juda katta anaqa nima deydi? O'rni juda beqiyos desam bo'ladi. Shu yerda bitirgan ko'plab doktorlar eng yaxshi mutaxassislar bo'lib ketgan. Mana bu ANDC adashmasam All Nation Dental Center degan ma'noni bildiriladi. Ya'ni barcha xalqlar stomatologiya sentr o'qishi hisoblanadi. Shu yerda juda ham yaxshi mutaxassislar anaqa qilgan. Asoschilari Janubiy Koreyalik vrachlar bo'lgan. Bu как gumanitarniy pomosh qilib ochilgan O'zbekiston uchun. Ular o'zligi hamma оборудованияsi, kreslosi, instrumentlar hammasini olib kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining shu chiqargan kitoblari va metodikalari asosida ilm olib borilganda, endi o'rganishmoqchiman. Boshqa ko'proq har xil yo'nalishlar bo'yicha sertifikat olganmiz, но это часть. Самая ironiya ekan-ku mana bunisi. American Dental Academy'da, lekin Moskvada beriladi. Yevgeniy Yofe bu yahudiy tegi, lekin yaxshi ilmga ega bo'lgan, ayniqsa psixologiya bo'yicha ko'p narsalarni tushuntiradi. Bemor psixologiyasini ham, vrachchi ham qanaqa holatda qanaqa patsient bilan muloqot qilish kerak, chunki bizning ishimizda непосредственно patsient bilan muloqotga juda ko'p joyi bor-da. Eng muhim narsa vrach bilan patsient orasida bu ishonch. Agar ishonch bo'lmasa, unda ish bo'lmaydi hech qanaqa. Doktor bo'lmagan inson yangi joyga tish doktoriga borsa, u doktor emas, nimalariga qarash kerak? U doktor yaxshimi, yomonligini ajratish uchun. Stomatolog to'g'risida gap ketyapti. Aynan stomatologiya bo'yicha qaraladigan bo'lsa, nima xatolar qilmasin endi bizning loyiha xatolar to'g'risida bo'lganligi uchun? Birinchidan o'sha vrachda assistent yonida bormi, qarashadigan yordamchi. Bizning sohada kasallik yuqish ehtimoli bor. Aynan havo tomchi infeksiyasidan tashqari yana qon orqali yuqadigan kasalliklar bor. O'sha ma'lum bir gruppasi bor. Misol uchun gepatit B, C, VICH infeksiya va shunga o'xshagan kasalliklar bor, afsus. O'shalarni yuqmasligini oldini olish uchun sterilizatsion rejimlarning to'g'ri bo'lishi, lekin uni patsient kontrol qila olmaydi, хотя бы so'rash kerak, sizlarda avtoklavinglar bormi deb. Chunki bu kasalliklar avtoklavda biz zaryadovаться qilinadi 100%. Avtoklavani katta idishmi? Avtoklav bug' yordamida, par yordamida 134 gradusda va ma'lum bir bosimda, 2 atmosfera bosimida instrumentlarni sterilizatsiya qiluvchi, uni ham klasslari bor avtoklavlarni. Hozirgi kunda shu C klass avtoklavlar bo'lib ommalashgan. Ular birinchi kamerachidan havoni tortib olib, keyin ichiga bug' kirgan hisobidan melki instrumentlar ham yaxshi sterilizatsiya bo'ladi. O'zi sterilizatsiyaning etaplari bor. Misol uchun 5 ta, 6 ta etapdan iborat. Предстерилизационная очистка, сушка, avtoklavirование, undan oldin kraft paketlanishi o'zini indikatorlar bilan qilinsa hammasi yaxshi bo'ladi misol uchun. Undan tashqari lekin yana ikkinchi omil bu sterilizatsiya qilib bo'lmaydigan instrumentlar ham bor. Ya'ni stomatologga mana kreslosini ushlaydigan joylari, mana nakonechniklarni almashishi, tam qattiq qo'li bilan ushasa, shkoplar bormi, hammasi izolirованный bo'lishi kerak. Spesial bunga spesial baryerniy plyonkalar chiqqan. Yoki bo'lmasa avtoklavlangan biron bir material bilan, dokka bilan yopish kerak-da uni. O'shanda yuqmaslik ehtimoli oshadi. И обязательно shu doktor qo'li og'izdan uzilmasdan, ya'ni uning instrumenti va og'izdan uzilmasdan ishlash kerak. Yonida shunga assistent kerak, uni buni olib berish uchun. Чтобы on qo'li bilan hamma narsani ushamaslik uchun, xavatat qilmaslik kerak-da hamma narsani. O'shanda yuqmaslik ehtimoli ortadi. Ayrim patsientlar o'sha asbob uskunalarni одноразовый nabora bilan kelishadi-da. Biz shu orqali yuqtirmaslik ehtimolini kamaytirmoqchi bo'lamiz deb
fikr bildirishadi-da. Ha. Buna bo'ri ichida 6 ta instrument bo'ladi. Lekin misol uchun karisni davolash uchun hozirgi kunda davolash protokollari bor, ya'ni davolash standartlari, me'yorlari. Bunda ishlatilgan instrumentlarning ob'yomi bu yerda 7 ta dona instrument bo'lsa, amanga pomimo этого yana 20 ta boshqa instrument kerak. Buni hammasini pasient sotib ola olmaydi va sotib olishi ham ilojsiz yo'q. Shuning uchun iloji bo'lsa bunaqa instrumentlarga bosh qotirmasdan, shunchaki ozoda, toza, yonida assistenti bor, yaxshi vrachga murojaat qilish kerak. Tinchgina. Va ikkinchi yana masalasi, bunaqa vrachlar odatda zapis bo'yicha ko'radi patsientni. Очереди katta patsienti bor. Ani misol uchun, bundoq kirsangiz koridorda bitta doktorga 3 ta patsient o'tirgan bo'lsa, u yerda yuqish ehtimoli oshaveradi. Keyingi xona bu yerda shu ikkita ustanovka, ikkalasida vrachlar nima deydi, qabul qilishadi. Bu davolash va anaqa tish qo'yish xonasi o'zi hisoblanadi. Shu xonada shu ishlar amalga oshiriladi. Assistent bilan maksimal ishlashga harakat qilinadi. Bu yerda yoniga kelgan odamlar mana bitta kushetkada o'tirib kutadigan odamlar bo'lib qolsa yo qanaqa sharoit bo'lsa o'tirishi mumkin. Lekin shu yerda patsientlarga maksimal sharoit yaratilgan. Endi hamma narsamiz ham bokslar ichida, anaqa shkoplarning ichida, tak prinsipi davolash uchun yetarlicha narsalarimiz bor, xudo xolasa. O'sha mana italyanskiy ishlatamiz deganingiz reklamasi ekan-ku. Da, bu o'sha italyanskiy implantni dizayni, shvetsarskiy metal, Italiyada bu yerda konus morze degan narsa ishlatilgan bu implantda. Uncha implantda bu narsa bo'lmaydi. Implantni ustiga abatmentni bitib yig'izganimizda platformasiga bu xuddi naklopga o'xshab bundoq bir-biriga yopishib oladi. Даже abatmentni vinsiz ham chiqarish qiyin bo'ladi. Shu darajada nima deydi, холодный svarkadagi bo'lib qoladi. Mana bu element bilan bu element. И devori ham ancha qalin bu implantni, nagruzkalarga juda chidamli. Ingichkasi ham uncha nagruzkani ko'tara oladi. Ayrim holatlarda suyi biroz ingichkaroq bo'lsa, o'sha qo'shimcha qanaqadir kosniy plastikasi qo'yish iloji bo'lganda shuni ishlatish. Ko'proq biz shunaqa tavsiya qilamiz, ishlatamiz ham. Bu implantni olib kiradigan inson ham o'zimni patsientim. O'ziga ham implantant qo'yib berganman, lekin paytda bu implantlar yo'q edi. Ularga ham yaxshi implantdan qo'yib berganmiz. Tishlarni olib, haligacha tishlar bilan yuribdilar shu. O'zlari sotayotgan narsani o'zlari iste'mol qilib ko'ribdilar-da. Da, o'sha tushunganlari uchun xudo xolasa harakatda yaxshi. Bu o'sha boyagi toza narsalar turadigan prosta. Da, bu yerda har bittasi upakovkada avtoklavlandan keyin shu yoqqa joylanadi. Lekin bu narsa sterilizatsiya qilmaydi, sterilizatsiyani avtoklav qiladi. Bu yerda ma'lum bir adabiyotlar eslab olish uchun, o'qib olish uchun bir xillarda turadi, kompyuterda shu tomografiyani ko'rib o'rganib, patsientlar bilan shu yerda konsultatsiya etaplarini amalga oshiramiz. Siz ham kuniga nechta ko'rasiz odam? Bemorni ishini murakkab yoki soddaroqligiga qarayman. 3 ta patsient ko'rishi mumkin bir kunda. Ayrimda 7-8 ta ham bo'lishi mumkin, lekin undan ortig'iga jismonan Chistka bo'lsa, boshqa bo'lsa oson. Chistka ham har doim oson bo'lavermaydi. Bu patsientni biz konsultatsiya etapida kelishib olamiz va daftarga yozayotganda, misol uchun men taxminan yetadigan vaqtni ajrataman. Keyingi bemorni kuttirmaslikda, birovni vaqtini olish ham birovni haqqini yeyish bilan bir xilda, bir xillarda. O'shaning uchun o'sha vaqtida bo'shashga harakat qilamiz. Punktualnost, ya'ni vaqtida bo'shash bu biz uchun prioritetlardan bittasi-da, misol uchun. Vaziyatga qarab ishitamiz. Bir xillarda 3 tadan tashqari yana kimdir vniplanovo jonim og'riyapti deb telefon qilishi mumkin-da. Biz ham vrachmiz, ham insonmiz. Ana odam uxlolmayapti yoki yuzi ishib ketgan desa, biz birinchi yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. Даже obedimiz yani hisobidan bir xillarda yoki to'yga borishim kerak, bora olmay qolgan kunlar men bo'lgan, misol uchun oshga yoki boshqa joyga o'sha odamni ko'rib borish. Majburlikdan o'rniga kirib, shunchaki insoniylik jihatdan. Siz nech pul topasiz degan savol yo'q bizning intervyumizda, ammo sizlardagi eng qimmat plomba nech pul? Bu savolga javob berishingizdan oldin nega buni so'rayapmiz? Shaharda $100, $150 plombalar ham bor. Shuni ustida faqat marketing o'tiribdimi yoki rostdan ham shu plombani materialidami degan savolga javob topmoqchimiz. Oddiy misol keltiraman. Bino, inshoot, texnika uni boshqaradigan odam bo'lmasa, shunchaki bino bilan inshoot bo'ladi. Больница qanaqa zo'r remontda bo'lmasin, qanaqa zo'r texnika turmasin, u yerda yaxshi vrach bo'lmasa, hech qachon yaxshi больница bo'la olmaydi. Bizning sohada ham instrumentlar asosiy, конечно, rol o'ynaydi. O'rni bor. Yaxshi instrument bo'lishi, zo'r material bo'lishi, lekin uni ishlatadigan vrach asosiy nima deydi, sifatni nazorat qiluvchi va o'sha ish protokollar bo'yicha, ya'ni davolash rejalari asosida ish olib borib, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davolab,
manipulyatsiya, ya'ni qo'l bilan ish qilib bemorga yordam ko'rsatadi. Klinikani xarajatlaridan kelib chiqib narx belgilanadi aynan ishga. Plombani narxini balandligi yoki shahar bo'yicha price bo'yicha, mana misol uchun balandroq yoki past bo'lishi o'sha klinikani joylashgan joyi, shu klinikada ishlaydigan xodimlarni nima deydi, oyligi va ishlatadigan materiallardan kelib chiqadi. Sentrdagi arenda ham shuning ichiga kirib ketadi. Albatta, o'sha klinikani berayotgan reklamasi ham kiradi, reklama bersa. O'sha klinikadagi misol uchun mana xarajatlarni bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir qismi misol uchun agar materialga ketsa, ma'lum bir qismi anaqa оборудование amortizatsiyasiga ketsa, almashishiga va ma'lum bir qismi vrachni rivojlanishiga ketish kerak. Chunki vrach ham doimiy ravishda o'qib o'rganadigan inson hisoblanadi. Bitta o'qib qo'ydi bo'ldi emas. Bir umr o'qish kerak vrach. Har qanaqa vrach bir umr o'qiydi. Hamma vrachlar iloji boricha o'zaro uchrashib, diskussiyalarda qatnashib turadi. Ya'ni har xil seminarlarga boradi. Bizani ko'p adabiyotlar, to'g'risini aytaman, zo'rlarini yahudiylik mansub odamlar tomonidan yozilgan. Endi u hamma soha shunaqa. Amerika Qo'shma Shtatlarida, boshqa joylarda chiqqan kitoblar bor. Lekin O'zbekistonning stomatologiyasini rivojlantirish sababchi bo'lgan davlat bu Janubiy Koreya bo'ladi. Yaxshi xabar ham bor ekan. Da, yaxshi xabarlardan bittasi shu. Endi kamchiligi ko'p plombalarimiz koreyskimi? Yo'q. Bizda ishlatiladigan plombalarning ko'pi, endi plomba deganda kanal plomba ham bor, tish ustidan tikilgan plomba ham bor. Ikkalasi ham plomba. Tish ustini. Tish ustidan tikilgan plomba bizda ishlatiladigan ko'proq Italiya bilan Yaponiyani qo'shma korxonasida chiqqan materiallarni ishlatamiz. Bu davlatlar lider hisoblanadi ximiya bo'yicha. Misol uchun Xitoy ham, misol uchun hali shu kungacha bir normalniy ishlagan plombasini ko'rganim yo'q. Qancha mashinalarni chiqaryapti. Misol uchun kelamiz bunga. Biz davlatlar to'g'risida gapiradigan bo'lsam, mana shu Italiya bilan Yaponiya biz uchun avtoritet. Rahmat. Shu 22 yoshli Hasanga nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? Mana endi institutga kiryapti. Birinchi o'zimga o'zim bergan maslahatim desa bo'ladi. Yanada ko'proq kitob o'qing. Biz institut o'qib yurganimizda Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan $1 million kitob hadya qilingan eski toshmiga. Misol uchun tish atlasi bo'yicha mashincha tomdan mana bunday kitoblar chiroyli qilingan kitob. Bu odamga yo'l boshlovchi, bir yo'nalish beruvchi, bir qiziqtiruvchi bir nima deydi? Anjomda endi ilm o'chog'i deyishim mumkin. Shuning uchun o'qimasdan turib vrach bo'lmaydi. Ustoz shogird sistemasida misol uchun bizga odamlar keladi, shogirdlikka oling. Lekin shogirdning yaxshisi ustozdan o'tsagina yaxshi shogird bo'ladi. Kitob o'qimasdan iloji yo'q demoqchiman. Kitob o'qish shart. Yana maslahatlaringiz o'zingiz yosh boshlanayotgan Hasan. Iloji bo'lsa, agar sharoit bo'lsa, chet elga borib, malaka oshirib va o'sha joyda o'qishni tavsiya qilardim. Bu ikkinchisi. Rivojlangan davlatlarda iloji bo'lsa, eng kami Turkiyada o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Sabab bizani mentalitetga yaqin bo'lgan joy bor, imенно misol uchun yeb ichishida, tam boshqasida, e'tiqodida. Ikkinchi jihatdan Yevropaga yaqinroq davlat. U yerda Quintessensiya degan izdatelstvo bor. Misol uchun bizning stomatologiya bo'yicha lider kitoblarni chiqaradi. Biz kichik kitoblar asosida zamonaviy protokollarni kiritib ishlaymiz. O'sha izdatelstvoni kitoblari asosida o'qib, o'rgansa va yaxshi ustozlarga shogird tushsa, yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin agar shunda shu insonning qobiliyati bo'lsa, vrachlikka. Sohangiz bo'yicha aytdik. Umumiy olganda-chi, faqat soha emas, hayot yo'li bo'yicha ham maslahat berganingizda-chi 22 yoshli Hasanga. Hayot yo'li bo'yicha bu juda qiziq savol. Endi bu слишком nima deydi, личный savol deyishim mumkin-ku. Ko'proq vaqtingni ilmga ajratgin derdim, yanada ham. Yanada. Da. Lekin nima deydi? Odamlarni ko'proq tushunishga harakat qilgan. Yaqinlaringga yanada yaxshi bo'lgan. Misol uchun diniy masalalarda masjidlarga kirib odamlardan maslahatlar so'ragan. Misol uchun qanaqadir savollar bo'yicha shaxsiy fikrga ko'proq ega bo'lish uchun har xil ham diniy ham dunyoviy jihatdan yanada rivojlangan din. Unga ham ilmda baribir kitob o'qishga taqaladi hammasi demoqchiman. Yaxshi inson, yaxshi nima ziyoli insonlar bilan ko'proq o'rtoq bo'lgan, okrujeningga
ani bo'lmaydigan odamlardan uzoqroq qochgin. Окружение muhim. Окружение muhim. Sizni qanaqaligingizni sizni atrofdagi odamlar belgilaydi. Lekin bir xillarda siz atrofdagi odamlardan o'zib ketsangiz, ya'ni shu kitoblarni o'qib, qanaqadir nima deydi, как rivojlansangiz, mustaqillashsangiz, rivojlansangiz, buyuklashsangiz insoniylik jihatdan sizga boshqa odamlarni, u odamlarning o'zi fikri yoki temasi prosta qiziq bo'lmay qoladi. Zerikib qolasiz. Da, sizni u dunyo o'zi qiziqtirmay qo'yadi. Ularni ko'chacha gapi, misol uchun yoki misol uchun katta odamlar bilan yursa katta bo'lib ketasan deydi-ku. Keyin ular bilan qo'shilib yursiz, keyin bizani chopdi, o'zgarib ketdi deb. Da, lekin tushunmaydiki, prosta zerikib bilan. Tushunasizmi? To есть sizni intereslaringiz bilan uning intereslari anaqa. Mustaqil bo'lishga harakat qilish kerak va все. Men bu sohani tanlaganimda yana bitta maqsadim bo'lgan. Ruslarda bitta tushuncha bor. Svobodная наемная сила deydi. Ya'ni erkin ish kuchi. Stomatolog erkin ish kuchi. Baribir nisbatan qolgan kasblarga o'xshab, uni o'zini delasi bo'lsa, uni hech kim o'tdan uvolit qila olmaydi prosta tak. Agar o'zi undan ketmasa, qanaqadir katta xato qilib qo'ymasa, misol uchun, u birovga qaramroq emas demoqchiman. Boshqa kasbda siz boshlig'ingiz bo'lishi mumkin, bir xil ishli komandniy bo'ladi, bilasizmi? Boshlig'ingiz ishdan ketsa, butun atrofdagi o'tirgan odamlarni ham ishdan olib tashlashadi, misol uchun. Bizda unaqa ish yo'q. Lekin тем не менее, stomatologiya yo'nalishi bu komandniy ish. Ya'ni siz ishlayotganingizda o'zingizdan tashqari o'sha hamshirangizga, assistentingizga, administratorga, boshqa qo'l ostidagi odamlarga ishonasiz. O'zingizni farzandingiz ham stomatolog bo'lishini xohlayarmidingiz? Ha, agar o'zi осознанно, ya'ni bilib shuni tanlasa, har jihatdan qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Nimaga desangiz, men shu yo'nalishni tanlayotganimda mendan boshqa hech kim yo'q edi. Buni o'zi kasbga kirib kelayotganim demoqchiman. Uyda hech kim vrach yo'q, ayniqsa stomatolog. To'g'ri, lekin oyingizlar o'zlari aytadilar-ku, sen so'rayotgan zaproslarga qaraganda stomatologiya to'g'ri kelyapti deganlar. Ha, men ota-ona sifatida o'z farzandim uchun nima yaxshiligini undan ko'ra yaxshiroq bilaman. Hayotiy tajribam bo'lgani uchun. Bolalarimda bu darajada tajriba yo'q. Lekin bolalarimning soznaniyasi bor, ya'ni o'zini o'zi idrok etish qobiliyati va u ham tanlashi mumkin, nima unga xohlashini. Lekin hozir kun kelib, Xudoga shukr, Allohga shukr, ikkala hozirgi o'zi nima deydi, hali anglagan deydi-ku, o'zini bilgan farzandi, o'sha 13 yosh, misol uchun kattasi stomatolog bo'lishni xohlayapti o'zi. Undan kichkinasi ham stomatolog bo'lishni xohlayapti. Nimaga desa, sizni kasbingiz bizga, sizni ishingizni davom ettirish osonroq bo'ladi sizdan ko'ra deyishyapti-da o'zligi ham shuning uchun. Shuning uchun albatta bo'linglar, xohlasanglar bo'linglar, lekin farzandlarimda shunga qobiliyat men ko'raman. Ishingizni birinchi boshlaganingizda birovning klinikasida doktor bo'lib ishlagansiz. Boshingizni og'ritmasdan faqat shu ilmni o'rganib, ishingizni qilib yurgansiz. Keyin o'zingizni klinikangizni ochdingiz mana. Xohlamangiz tadbirkorga aylandingiz. Albatta. Vaqtingizni bir necha qismini buxgalteriya, ya'ni boshida misol uchun buxgalteriya, mana dokumentning ishlar, ochilishlar, loyihamiz xatolar to'g'risida bo'lgandan keyin mana shu birinchi klinikani boshlaganingizda birinchi qilgan xatolaringiz xodimlar bilan bo'lganmi yoki dokumentalniy nimadirlarmi? Bizning stomatologiyada eng katta muammo albatta bu yaxshi mutaxassisni hamkasbdoshni topish va o'sha hamkasbdoshga kerakli bo'lgan sharoitni yaratish. Keyin hamkasbdosh sifatini nazorat qilib turish, чтобы misol uchun u ham klinikani nomidan ishlaydi-da. Albatta. Unda bo'ladigan muammolarga e'tiborli bo'lish. Kimgadir bu e'tibor yoqmasligi mumkin, misol uchun insoniylik jihatdan. Kimgadir yoqishi mumkin, lekin bitta narsa aytishim mumkin. Misol uchun vrach agar o'sib, keyingi bosqichda mana shunaqa tadbirkor ham rahbarga aylanadigan bo'lsa, uni o'zini inson sifatida ma'lum bir darajaga rivojlanishiga ham olib keladi. Ya'ni sizni dunyo qarashingiz o'zgaradi, odamlarga nisbatan, qo'l ostidagi odamlarga nisbatan bo'lgan munosabatingiz ham o'zgaradi va sizdan oldin ishlagan joyingizdagi boshliqlarni ko'proq tushunadigan bo'lasiz. To'g'risini aytganda, chunki ularning sharoitiga tushunasiz, lekin sizni o'zingizni qo'ygan nima deydi, plankangiz bo'ladi-da. Men klinikamni mana shu boshlig'im qilgan xatoni qilmayman-da, nimadir o'tdi, men bunaqa qilaman deysiz, misol uchun nimadir o'zgartiraman. Servisidami, material обеспечениyasidami, hammaning o'zining rivojlanish strategiyasi bor, misol uchun. Lekin nima bo'lgan taqdirda, qanaqa sharoitda ishlamasangiz, muhimi qo'l ostidagi ishchingizni rozi qilish va bo'tga kelib ketadigan odamlarni oladigan shu lecheniyasiga, shu vaqt ketkazgan vaqtiga, shu lecheniyaga ularni ham rozi qilish. Ya'ni
sizdan hamma rozi bo'lishi kerak va shunda siz topgan pul, o'zingiz uni ishini qilib topasizmi, xodimingiz qilib topadimi, sizga barakali bo'ladi shunda shu ishda. Shu maqsad rozi rizolik bilan hammani hal qilishda bo'ladi. Lekin bir xil odamlar albatta o'ylashi mumkin, misol uchun qo'l ostidagi ishchilar, bu bunaqa qilyapti, men buncha topyapman, u buncha topyapti, misol uchun boshqa narsalarga aqli yetmasligi mumkin-da yoki tajribasi yetmasligi mumkin. Lekin kuni kelib inson sifatida o'zi ham shunaqa rahbar bo'lganida, o'sha rahbarni tushunadigan bo'ladi bir kun kelib. Biz ham endi tushunamiz. Anaqa bitta o'zbekcha maqol bor. O'ynab gapirsang ham, o'ylab gapir degan gap eshitganmiz? Eshitganmiz. Yoki ketayotganingda eshikni qattiq yopib ketma deyshadi. Buni qilmadik biz ham. Shunaqa narsalar tezislar bilan odamlarni qog'ozga o'rab, ko'nglini olib, birovni xafa qilmasdan, misol uchun imkon qadarda yo'l ko'rsatib, mana bizda ham ishlab ketgan ayrim xodimlar o'zi xususiy ish ochib ketganlar bor misol uchunda. Biz ularga o'rin to'g'risida o'zing o'rningiga bo'lmoqchi bo'lsang, o'zing ishla, harakat qil. Zo'r sendan ham shu vaziyat chiqadi. Misol uchun undan keyingi rivojlanishida biz ham zainteresovnimiz biz. Chunki rizq hammaga Alloh beradi. Ona qornidagi embrion ham ishlamasa ham rizqlanadi, bilasizmi? Shuning uchun biz nimadan qo'rqamiz? U yoq nuqtai nazardan. To'g'ri. Aytmoqchi bo'lganim, sizni ancha vaqtingizni ham olib qo'ydi-da bu. Chunki налоговый bor, boshqa bor. Xodim deganda faqat sizni bu xona hozir muxlislar ko'rib chiqishdi. Bu xona sizni boshqa ishchilaringizni xonasi, o'zingizni xonangiz yo'qda. Ishchilardan tashqari sekretar bor, yana yordamchilar bor. Ularning hammasini siz naнимать qilasiz. Sanitarka bor. Sanitarka bor, hammasini oilaviy muammosi bor. Ya'ni hamma bilan muloqotda bo'lishingiz kerak. Oldin ishxonada tinch o'tiruvdingiz, mazza qilib ishlab, to'g'rimi? O'zingiz o'ylab. O'shanga shu. Lekin men sizga yana bir bor aytaman. Agar inson, misol uchun, mana shunaqa qanaqadir ishxona ochsa, misol uchun, shuni orqasidan sababchi bo'lib boshqa odamlar rizqlansa, kun o'tsa-da, qo'ldan kelgancha yana xodimlarni rozi qilsa, o'sha odamning rizqi yana ham oshadi rahbarini. Avtomatik shundoq ham. Bu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, bu odamga faqatgina plus. To'g'ri. O'sha odam ham inson sifatida o'sadi. Oldingi rezkist bo'lib qolishi mumkin odamda, misol uchun, kimdadir nabarot agressivniy bo'lib qolishi mumkin. Hammaga har xil ta'sir qiladi, mansab, sharoit itagdali. Lekin Xudoga shukr, shuncha odamlar bilan tanishib, shuncha yil umr kechirgan bo'lsam, bironta rahbarimni o'ylaymanki bir xafa qilib, men oldin ishlagan joylarimda xafa qilib bir aniq qilib rozi rizolik bilan ketganman deb o'ylayman, birovga zararim tegmagan deb o'ylayman. Qo'limdan kelgancha hammaga yordam berishga harakat qilganman, misol uchun. Oldingi odamlar bilan ham yaxshi munosabatdaman, oldingi rahbarlarim bilan gaplashib turaman. Bu yerda anaqasi yo'q. Lekin bu yerda psixotip, to'g'rimi? Siz shunga moyil bo'lgansiz, chiqib ketgansiz. U yerda misol uchun dalshi ishlab, dalshi rivojlanadigan odamlar ham bor, klinika ochmasdan, to'g'rimi? Albatta. Endi nima deydi? Misol uchun boyaga aytdim-ku, rahbarlarni ishlaganida kamchiliklar ko'rganman-da. Lekin o'zim ishxona ochsam deganman. Bu kamchilik bo'lmaydi deganman-da. Shuning uchun menda bitta tushuncha bor. Hech kim senga yaxshi sharoitni yaratib bermaydi. Sen o'zing harakat qilsang, rizq topib, harakat qilib, o'zing sharoitingni o'zing yaxshilashing mumkin. Misol uchun, lekin o'sha sharoit yaratishda ham, odam xohishida ham chegara bor. Imkoniyatdan kelib chiqib, shu chegarani belgilab, harakat qilsa odam erishishi mumkin-da. Nachalnikka xislati bor-da, ya'ni o'rtasini me'yorini olish, yo juda ham qattiq qo'l bo'lish, yo yumshoq bo'lish. Balkim shu yerda qanaqadir xatolar. Yumshoq o'rtoq bo'lib ketdingizda, keyin qarasangiz, boshingizga chiqishyapti. Bunaqasi ham bo'lishi mumkin, lekin xodimlar bilan yig'ilish o'tkazib turamiz. O'zi bilan alohida gaplashib, joyida katta muammoga aylanmagunicha harakat qilamiz hal qilishga. Lekin misol uchun bitta xodim o'zining nazari bo'ladi, yana bir bor. Boshqa xodim o'zining dunyosi bor. Lekin hammasini chiqishtirib kelishtirish bu rahbari bir qilardi qo'l ostidagi ishida. Lekin bitta xodim ishini boshqa xodim egallay olmaydi. Lekin hammasini qo'lda ushlashga harakat qilish kerak. Kompromislarga borishga harakat qilish kerak hayotda. Siz voyaga yetgan, ma'lum bir tajribaga ega, yaxshi xodimingiz bo'lsa, lekin xarakteri og'ir bo'lsa, bir xillarda kompromisga borishingiz kerak, chunki shu xodimingiz orqali siz ishingiz, sizni ko'nglingizda oshxona ozoda, misol uchun,
hammasi joy joyida turibdi. Birinchi navbatda порядка turadi-da hamma narsada. O'sha порядкani ta'minlab turibdimi? Ani xodim misol uchun yaxshi tish davolab turibdimi? Asложение ko'rinyapsanmi? Uni ham kamchiligi bormi? Qanaqadir joylarda unga yo'l ko'rsatib, lekin kamchiliklari ko'z yumishingga to'g'ri keladi. Buni ham kamchiligi ko'z yumish, kompromiss. Shunaqa. Faqat shunaqa qilib ishlash mumkin deb o'ylayman. Kelayotgan odamga tushuntirish, mana bu tabiiy Alloh senga buni bergan. Buni buzmagin deyish, mana shu sizni qasamiyotingizda. Xuddi shunaqa deyishim mumkin. Tabiiylikni saqlab qolishga harakat qiladigan vrach bu vrach. Vrach davolaydi, yordam beradi davolashga, tabiat ishlaydi u yerda davolash. Demak, institutni birinchi bitirib, endi stomatolog qiladigan xatolardan bittasi shu nima tema bo'lyapti, shu trend. Vener bo'lyaptimi? Vener qo'yish mana ularning birinchi xatosi, aytavrim. Yo'q. Yosh vrachlar nima xato qilyapti deganingizda, birinchi hozirgi kundagi yoshlarni faqat vrachligiga tegishli emas-ku, umumiy qilib aytaman. Uspexga, ya'ni omadga deyish mumkin, tez erishishligiga kelayotganlar ko'proq deb o'ylayman. Odamlarda sabr kamaygan. Misol uchun ishga bo'lgan ixlos kam, lekin pul topishga bo'lgan ixlos ko'p. Lekin ilm darajasi susaygan deb tan olishim mumkin hozirgi kunga nisbatan. Misol uchun sohalarni bizga dars bergan domlalar o'tib ketgan, yangi pokoleniya keldi. Misol uchun mendagi vrachlarni yoki mendan oldingilarni ham bir xil old school deyish mumkin, ya'ni eski shkoladagilar, lekin men o'zim ham old school deb o'ylamayman. Zamonaviy trenddagi stomatologik narsalarni biz ham ishlatamiz. Misol uchun 3D skaner, binokulyarlar bilan davolash, fotoprotokollar bilan ishlash. Lekin mana misol uchun hozirgi kunda vrachlar, patsientlar vrachlarni internet orqali tanlaydigan bo'lib ketgan. Instagramdagi roliklarni ko'rishadi, boshqa qanaqadir maslahatlarni eshitishadi, shunga qarab borib tanlashadi. Menga ham kelgan shunaqa patsientlar. Bunaqa patsientlarning ayrimlari 10 ta vrachchi gapini eshitib o'ziga yoqadiganini tanlaydi. Balkim bu hozirgi zamonda da to'g'ridir. Lekin yaxshi vrachlarda reklama qilishga hojat yo'q deb o'ylayman. O'zini yetarlicha patsienti bo'ladi. Mana misol uchun men reklama ortiqcha bermayman, мне это как бы особо не нужно. Menga yetadigan miqdorda patsientim yetarlicha, Allohga shukr. Men internetda kelgan patsientga konsultatsiya qiladigan bo'lsam, meni davolashdan ko'ra menga нужда bo'lib turgan patsientdan ko'ra gapirishga, ularni konsultatsiya qilib nimadirga ishontirishga vaqtim ketadi. Sarafanli radio degan narsa bor, demak sizni tishingizni davoladim, siz kimgadir meni rekomendatsiya qildingiz, o'sha patsient sizga ishonib, menga shundoq ham ishonib keladi. Men uni internetdan eshitib kelgan odamga ishonchga kirishimdan to'liq yo'q. Misol uchun menga vaqt yo'q-da. Hozirga aytadigan maslahatim hamma doktorga tegishli, hamma jihatdan. Agarda doktorning ilmi, salohiyati bo'lsa, mana shu ilmga, manipulyatsion o'ziga uverенный bo'lsa qiladigan ishiga. Bu ham tajriba bilan keladigan narsa-da. Qat'iyatli bilan patsientga har doim to'g'ri javob berish kerak. Qat'iyat bilan. Ya'ni siz haq bo'lsangiz, siz patsientga aniq mana shunaqa deb aytishingiz kerak. Ya'ni bir xillarda mana hayotimda bo'lgan bir bemor ayolga tish qo'yganman. 4-5 yil o'tyapti, menga o'sha bemor qaytib kelyapti deb qo'ygan tishingiz tagida tish og'riq bor deyaptilar-da, onaxon yoshlari kattaroq. Men aytaman, tekshiryapman, hammasi yaxshi. Misol uchun bizning tekshiruv usullari bor. Rentgen, perkussiya, palpatsiya, shunga o'xshagan tekshiruvlar o'tkazganda xulosaga ega bo'lyapman. Shu yerda tishlarda ayb yo'q. Men bemorga aytaman, tishingizdan emas, bu boshqa joyda qidirish kerak deb, ana 3-4 marta kelyaptilar, oxiri olib tashlab deb kelyaptilar-da, qisqa muddat ichida, bir oy ichida. Tishlari og'riyapti, tishlarini tegi og'riyapti. Koronka qo'yilgan qoplamani ostidagi tish og'riyapti. Men u qoplamani tagidagi tishni davolab tish qo'yganman. Sizga shu olib tashlagan deb kelyaptilar. Menga 4-5 yil o'tib, shu tish bilan yana qaytib kelyaptilar, olib tashlagan deb aytyaptilar. Men aytaman, "Uzr, opajon, bu tishingizdan emas" deb. Siz yaxshisi nevropatologkami, boshqa bir mutaxassisga, litsevoy xirurgga ko'rsatishingiz kerak. Siz ana og'riq irradiatsiya degan tushuncha bor-da tibbiyotda, ya'ni tarqalish xususiyatiga ega. Misol uchun bu местный bo'lishi mumkin, miyadan bo'layotgan bo'lishi mumkin-da og'riq. Keyin biroz vaqt o'tib 2-3 oydan keyin menga qo'ng'iroq qilyaptilar, kechasi "Hasan o'g'lim, rahmat shunda tishimni olmaganingizga. Men ertalab operatsion stolga yotyapman, turamanmi, yo'qmi bilmadim. Sizga katta rahmat demoqchi edim, qat'iyatli bo'lganingizga, o'zingiz gapingizda turganingizga. Men o'sha aytishdiki, menga tishingizni olganingizda balkim og'riq qolardir, lekin menga onkologiyani ham kattalashib ketdi. Bosh miyasida onkologik muammo bo'lgani uchun og'riqlar paydo bo'lganda patsientda. U tishga berib og'rigani uchun patsient, bemor tishidan deb o'ylab menga bir necha marta kelganda ham olmaganman. Hatto olib tashlash mumkin edi, lekin u problemani hal qilmasdi, misol uchun. O'shanda men qat'iyat bilan
javob berganim uchun o'sha patsient vaqt o'tib menga minnatdorlik bildiryapti shu nuqtai nazardan. Hamma charchovlar o'shanda chiqib ketsa kerak. Yo'q, bu charchoq chiqishi chiqadi. Sen xursand bo'lasan shunaqa bo'lganiga. Lekin shu xursandchiligi bitta o'zimni bu достижение emas. Bu kitoblarim ham. Ma'lumotda bir xillarda, misol uchun bizda sporniy holatlar bo'ladi-da, maslahatlashish kerak bo'ladi boshqa doktorlar bilan. Ularni случайida shunaqa praktikada nima bo'lgan degan. Shu narsani qanaqa yechimi to'g'ri bo'ladi patsient uchun. Patsient uchun qayg'urish kerak vrach. Birinchi navbatda. Uni muammosini ham oson hal qilish uchun. Boyaga aytgan gapingizga blogerlarni ko'rib kelyapti dedi-yu, men yaqinda bizani sohamizda shaxsiy brendni yurg'izaman deydigan odam aytayapti-da, deyapti. Siz sohangizni qanchalik bilishingiz emas, siz qanchalik internetda tanishligingiz, tanilganligingiz sizga pul olib keladi deb ochuvdan ochuv aytayapti. Anetda chunki professor ayollarimiz bor, doktorlarimiz borki, necha yillik ular endi ham texnologiyani telefonni tushunmaydi ular. Amamiyatda endi yosh chiqayotganlar bor, taqdim Instagramni bosyaptim, bu fojia deb bilaman o'zim uchun, hozirgi aytgan gaplaringizdan. Endi bu hozir metaforitskiy savol bo'ldi, men sizdan buni javob kutmayapman, chunki kimnidir bizni yomonlash niyatimizda yo'q, bu anaqada. Ammo shaxsiy brendni yurg'izaman deb bunaqa ham qilishinglar to'g'ri deb bilaman. Buni men sizlarga aytayman, chunki men shu sohadaman. Rahmat. Doktorlar to'g'risida ko'p gaplashdi, endi oddiy xalq mana klientlar qiladigan xatolar bilan kelganda bittasini aytdingiz, kelganda kelarkanda sizdan qachon tishim o'sadi derkan. Masalan, endi bu anaqa ilm darajasidagi savolda, ammo qiladigan xatolar nima? Patsientlarning qiladigan xatosi nazoratda ostida. Demak, patsientlarning qiladigan xatosi eng katta xatolardan bittasi bitta doktordan boshqasiga o'tib ketish, qanaqadir sababsiz, misol uchun. Misol uchun bitta doktorga bordi, muammosini qanaqadir hal qilib bera olmadi. Hal qilib bera olmadi deganda vrachchi o'zi aytmayapti, lekin hal qilib bera olmayman, bo'ldi, boshqasiga boring. Prosta nimasidir yoqmadi, muomalasimi, nimadir chalish tashlab boshqasiga borishi. Yoki bitta vrachda davolanib turib, misol uchun menda bo'lganda shunaqa praktikada kelyapti patsient, Hasan aka, вы можете мне зубы подлечить? А зубы я буду у того доктора ставить, deyapti-da, misol uchun. Почему desam, ну у вас немножко дороже коронку поставить, а у того дешевле, deyapti, misol uchun. А он лечить не умеет. Не, да, может быть и так, bilmadim, ana misol uchun u davolashni biladimi yo'q. Men birinchi navbatda nimadan kelib chiqaman? Mabodo kasalga, bemorga, mayli u tish muammosini hal qilish bir yo'liga, kasal yuqib qolsa, yaqin 6 oyda borgan doktorlarning hammasini tortadi. Ana u doktorda nimadir yuqtirib olsa, men ham aybdor bo'lib qolishim mumkin u joyda. O'shaning uchun men to'g'ri tushuntiraman, lekin meni noto'g'ri tushunganlar ham bo'lgan. Shu ma'noda sizga agar o'tda nimadir yuqib qolsa, men javobgar bo'la olmayman. Yaxshisi o'sha doktorda, o'sha klinikani o'zida davolating, o'sha klinikani o'zida chiqib qo'ydiring. Yoki bir xil doktorlar bo'ladi, 10 ta patsientlar bo'ladi, 10 ta vrachga boradi, 10 tasi bilan maslahatlashadi-da, stomatologiya bo'yicha internetda ko'p narsani o'qiydi-da, keyin bizga aql o'rgatishni boshlaydi. Mana bunaqa qilgin deb, tushunasizmi? Lekin to'g'risini aytaman, bizga har xil odamlar keladi. Sog'i ham keladi, kasali ham keladi. Hammaga yo'l topib, opitniy vrach patsient bilan ozgina muloqotdan keyin psixologiyasini tushunib, u shu kasal unga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan savolga o'ziga javob berib, agar to'g'ri kelmaydigan, chiqisha olmaydigan bo'lsa, xayrlashish kerak. Qog'ozga o'rab, uzr, men sal aqlim yetmayapti deyishi mumkin yoki nimadir qilib, uni ko'nglini yomon qilmasdan, xiriqmasdan jo'natishga harakat qiladi, misol uchun. Shu nuqtai nazardan shu ish tutgan to'g'ri bo'ladi. Lekin yaxshi vrachda doimiy patsient yetarlicha bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi vrachda oilaviy davolanishadi immuniy patsientlar. Sartaroshni ham bilasizmi? Bittasiga borsangiz, boshingiz formasini biladi, qanaqa olishni biladi-da, siz uni qo'lini bilasiz. Boshqa vrachga o'tsa, misol uchun xuddi shu odam, xuddi sartaroshga o'xshab, u boshqa narsalarni his qiladi-da. Xullas, mana bitta qiladigan xatosi kelib, sizda nimadir qilib, boshqa yerda boshqa narsani qilib yurishi. Birinchidan o'sha aytamiz, sanitariy normalarga to'g'ri kelmaydi. Sal kasal yuqib qolish ehtimoli bo'ladi. Vrachcha almashtiraversa patsient. Ikkinchidan, misol uchun har bitta vrachcha qo'lga qilgan ishini qo'li bo'ladi o'zidan. Bundoq yuzi tanimasa ham og'zi qarasa eslaydi-da, stomatolog. Bor narsa-da bu narsa. Keyin biz patsientni yaqin intimniy zonasida ishlaymiz. Juda yaqin ishlaymiz patsient bilan. Uni aurasiga, uni
ohangiga даже nafas olishiga ham ko'nikadida birov. Misol uchun vrachlarning ham orasida har xili bor misol uchun. Bir xil odamlar bor, jining ko'tarmaydi deydi-ku, ani jinimga o'tirmadi deydi-ku. Patsiyentda ham bo'ladi, vrachda ham bo'ladi. Samое главное shu o'zaro munosabatligi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Muammoni to'g'rilib bo'lmaydigani bo'lmaydi. Lekin ishonchli vrach misol uchun qanaqadir muammo bo'lib qolsa, har doim seni men tishingni men bunaqa qilib turgan, bu tishingni bunaqa qilib turdi, senga menimiz buni pastda yaxshi. U bilan do'stona munosabatda bo'lsangiz, bu sizga yengil bo'ladi. O'zingiz ko'nikishingiz boshqasiga misol uchun almashurgandan ko'ra bitta odamga borgan to'g'riroq har jihatdan. Jamiyatimizni ko'zimdan qarasam, siz hamma narsaga erishgansiz. Ya'ni shu biznesingiz, kasbingizni topgansiz. Hozirgi tilda biznes klublarda aytilyapti, найти свою миссию deydi. Misol uchun men shunda qiynalyapman. Siz missiyangizni topdingiz. Boyagi savolimda 14 yoshimda deganingizga men haligacha baribir ishona olmayapman oxirigacha. Shu hamma narsaga erishdingiz. Ya'ni bizning jamiyat ko'zimdan mashina, biznes, o'zingizning ishlaringiz hammasi bu omad bo'ldimi sizda yoki harakatlaringizning mevasimi bu? Nimaga beryapman hozir? Nimaga berayotganim? Siz bilasiz, xuddi sizdagi o'qiganlar bor. Balkim ko'proq o'qigan. Sizdan ko'proq ishlaydiganlar ham bor. Ammo erisha olmayapti. Shu nuqtai nazarda. Juda katta savol o'zimda olib qaraganda, o'ziga bir nechta nima deydi, ko'p narsani birlashtiradi-da savolingiz o'zi. Shuning uchun men hozir suv quyib olib, bemalol o'tirib olaman deydi. Shuning uchun nimadan boshlayman? Birinchidan inson imkoniyatiga qarab ish tutish kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda. Ya'ni Allohdan so'rash kerak birinchidan. Hamma narsani beradigan Alloh. O'zi bilsangiz, tarixiy jihatdan oladigan bo'lsa, dunyo yaralishidan oldin qalam yaratilgan, u yozgan nima bo'lishini boshidan oxirigacha. Bizning ham taqdirimiz yozilgan joyi bor-ku hammasi, lekin odam insoniga ham o'ziga ham vibr tashalgan hayotda-da. To'g'rimi? O'shaning uchun siz boshida tanlov qilayotganingizda ota-onangiz bilan yana bir bor aytaman, yaqinlaringiz bilan maslahatlashib, o'zingizning imkoniyatlaringizni qo'lga olib, to'g'ri tanlov qilish kerak boshida. Hayotda boshida. Chunki noto'g'ri tanlovdan siz vaqt yo'qotasiz, deyapman-ku hayotda. Misol uchun, odam inskiy kira olmasa vaqtida 1 yil umrini yo'qotadi, misol uchun. Armiyaga bormasa, misol uchun, yoki borsa ham bir xil umrimni yo'qotdim deyishi mumkin. Misol. Men o'ylaymanki, insonni birinchidan siz aytayotgan narsa bu taqdir hamda o'zi. Hayotdagi missiyasini qanaqa o'tishi. Men Alloh taolo shunaqa yozgan, lekin taqdir o'zgartiradigan narsa duo deyshadi, eshitgan bo'lsangiz. Agar sizni kattalar duo qilgan bo'lsa, misol uchun Alloh taolo uni qabul qilgan bo'lsa, siz shu darajatga ham yetishingiz mumkin xohishi bilan. Hamma narsa xohish bilan-ku. Lekin harakatingiz nimada zakljuchatsiya qiladi? Rizq ham berilgan insonga. Harakat qilsa topadi deyilganda. Men o'ylaymanki, bu narsani hammasi Alloh taoloning xohishi bilan va Alloh taolo bergan menga imkoniyatlardan men vaqtida to'g'ri foydalanib, harakat qilganim uchun erishganman deb o'ylayman. To есть, mana odam omaddan keyin omadli bo'lish, ya'ni bitta gaplardan bittasi boy bo'lish deyshadi-ku. O'zi boy bo'lish yoki baxtli bo'lish deganda nima tushuniladi degan narsaga men quyidagicha javob bergan bo'lardim. Misol uchun, baxt tushunchasi hammada har xil. Kimnidir oyog'i bo'lmasligi mumkin, oyoqli bo'lish baxtli bo'lishi mumkin. Kimdir farzandi bo'lmasligi, farzandli bo'lish baxtli bo'lishi mumkin. Kimgadir mashina olish baxtli bo'lishi mumkin, misol uchun odam. Kimgadir sayohat qilish baxt keltirishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Kimgadir jannatga tushish eng baxtli keltiradigan hayotdagi narsa jannatga tushish bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Narigi dunyodagi ulug' darajat. O'shaning uchun boy bo'lgan odam qanaqa bo'ladi deb o'ylayman. Mana ruslarda bitta maqol bor. Yoshligimda ham eshitganman shu maqolni. Men demoqchiman, atrofimdagi odamlar menga qanaqa shakllanishimga ta'sir ko'rsatdi-da baribir. Shu yoshligimda eshitgan gaplardan bittasi богатый не тот, у кого всего много deydi, а тот, кому достаточно. Shukr. Mana odamga mana shu unga berilgan xurmachasida yig'ilgan narsasi unga yetarlicha bo'lsa, shu odam baxtli bo'ladi. Lekin agar to'ymasa, u odam eng baxtsiz bo'ladi. Hayotimda shuni bildimki, mana siz bilsangiz kerak, 40 yoshimda misol uchun menga ham sinov keldi. Bir xil aytishadi, qadimdagilar ham odamlar 40 yoshda erkak kishiga sinov kelishi mumkin. Mukammal erkak yoshiga yetadigan yosh 40 yosh deyshadi misol uchun. Meni hayotimda tushimda har xil narsalarni misol uchun ko'rib, sizga aytib beruvimdan yo'q bilmadim tushimda.
shu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rgandim tushlarimda, bitta tushimda ko'rganman. Ko'rib shu aniq shu inson degan xulosaga kelganman. Uzoqdan ko'rganman, shu odamlar bir xilda qanaqadir aura bilan qanaqadir yorug'likni ko'radi-ku. Yo'q, men tiniq odamni ko'rganman. Boshlarida salla, bundoq yonlarida bundoq o'ralib bundoq tushib turibdi anaqasi, как matosi. Otda o'tiribdilar, uzoqdan bundoq qarab, bundoq qilib kivat qo'yibdilar-da, bu yoqqa jilmayib bir o'tiribdilar-da. 100% bilaman o'sha odamligini-da, misol uchun. U shu Saudiya Arabiston cho'llariga o'xshagan joyda ko'ryapman-da ularni. Kadrda bo'ladi-ku, uzoqdan bundoq chiqib keladi-ku, odam mana shunaqa narsa ko'rganim bo'lganda, o'shandan keyin ishxonadagilarga aytib bersam, deyishdida, hayratlanishdi. Men o'zim hayratlanib keldim-da o'sha kuni. Bu shu sinovdan oldinmi, sinovdan oldin edi u. O'sha undan keyin kasal bo'ldim. Lekin kasal bo'lganimda o'sha meningit bo'lib qoldim. Coviddan keyin осложнение, meningensefalit degani. Lekin kasallikdan shu reanimatsiyada yotdim, o'sha komaga tushdim. 2 kun, 3 kun komada o'zim nafas ola olmadim. Искусственный вентиляция легких, почти при смерти o'lim holati bilan chegarada edim. 2-stepen koma darajasi berishdi o'shanda. Kasal bo'lgan kunlarim ham esimda yo'q, to'g'risini aytaman. Alloh taolo oldimda o'chirib tashladi. Banisada уже ancha o'zimga kelganimdan keyingi holatda eslayman. Lekin reanimatsiyaga уже o'zim kelib chiqqanimda kelgan odamlar bilan gaplashganlarim ham Alloh taolo o'chirib tashlagan, esimda yo'q. Lekin undan keyingi qiyinchiliklar hammasi esimda bor. Misol uchun oyoqlarim yaxshi ishlamadi, misol uchun mushaklar tirishdi, menga sudurga berardi-da bu kasallik. Как бы o'lim xavfiga juda yaqin edim-da. Nevropatolog ko'rigidaman-ku, lekin orada misol uchun bir ikkita psixotrop dorilar buyurdi-da, karbamazepin degan dori bor, o'sha mana shunaqa tutqanoqqa qarshi ichiladi, bo'lib qolmasligi uchun profilaktikaga. Shunaqa dori ichib, misol uchun bir xil odamlar uxlab qoladi-da, mana juda uyqu chaqiradi yoki juda agressivni chaqiradigan dori-da. Odam agar e'tibor bergan bo'lsangiz, insult, infarkt bo'lgan odam, insultdan miyasi insult bo'lgan odamlarni eshitgan bo'lsangiz, so'kuvchan, jahldor bo'lib qolishi mumkin, agressivni chaqirishi mumkin-da. Menda ham shu dorini o'zi ham agressivni chaqirdi-da, o'zimni ushlashga harakat qildim. Har vaziyatda qo'lida bir xillar titroq bo'ldi, misol uchun umurtqa pog'onasi punksiya qilingan joyi og'ridi. Normalniy bir 3-4 oy normalniy qiynaldim-da. 3-4 oy. 3-4 oy, 1 oydan shu yura olmadim почти işte normalniy. Ishxonaga ham bir ro'y prosta kasal ko'rmasdan bundoq qarab aylanib ketdim-da. Bu yerdagi xodimlar ishlashdi, men prosta xabar olib turdim. Lekin rosa o'ziga xos qiyinchiliklar o'tdi, lekin shu paytda ham tushimda farishtani qanotlari, bir o'ziga xos narsalar ko'zimga ko'rindi tushimda. O'shaning uchun nima deyishim mumkin? Shunaqa kasallikdan o'tkazib inson erta hech qachon kelmasligini tushunishi mumkin. Erta bo'lmasligi mumkin. Mana Xudo xohladi ertaga umuman siz uchun kelmasligi mumkin. Bugun oxirgi kun bo'lishi mumkin inson uchun. Shuni siz qattiq осознать qildingiz. Shuni qattiq осознать qilasiz. Erta hech qachon bo'lmasligi mumkin. Bu dunyoda nima orttirmasang ham, u senga hech narsa qilib bera olmaydi. Faqatgina amallaringdan boshqa. Hech narsa qilib bera olmaydi. Sen ishlagan pulni kopeykalik foydasi yo'q. Sen o'lganingdan keyin-da. Misol uchun. Lekin o'sha aytganimda amallar shundan keyin prosta odam qanaqadir diniy masalalarda ham o'ylanuvchan bo'lib qolar ekanda, qanaqadir so'zlarni har bitta ma'nosini chaqib o'rganishga harakat qiladi-da, to'g'ri ma'noda. O'zi Coviddan keyin ko'pchilik namozga kirdi-da. Endi nima deydi? Namozdan ko'ra men shu Qur'onda yozilgan so'z, oyatlar, suralarni ma'nosi bilan o'qisangiz, siz ko'p narsani tushunishingiz mumkin-da o'zi. Hayotda qanaqa bo'lish kerak? Bizni bermoqchi bo'lgan savollarga javoblar hammasi shu yerda bor deb o'ylayman. Tegi, tabiatan. Nima deydi? Qiziq. Bu dunyo qanaqa tuzilgan, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Lekin yaxshi niyat bilan har kuni Allohni zikr qilib, odam o'ziga to'g'ri bo'lib yursa, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman o'sha odamda. Odam odamiyligini unutmaslik kerak. Shu fikrlaringiz mana shu boshingizdan o'tgandan keyingi yo'q, undan oldin ham bor edi bu fikrlar. Lekin o'sha fikrlarga yanada qo'shimcha isbot bo'ldi. Ya'ni nima demoqchiman? Siz baribir doktorsiz-da. Doktorlar ilmga asoslanib ko'p narsa qiladi. Mo'jizaga kamdan kam, hamma emas. Yo'q, nabarat. Siz adashdingiz. Men mo'jizaga aynan Alloh taolo
mana siz ko'z oldingizga keltirib Endi hamma emas, samolyotda uchganmisiz? Albatta. Hop, mana bizada mana shu yer atrofi biosfera. Uzr gapingiz bilan samolyotda turbulentность bo'lib qolganda ateistdan etarkan, oy Alloh o'zi yaxshi saqlab qo'yarkan. Ha. Biosferada biz yashaymiz-da, mana shu yer ustida biz yashaymiz-ku. Lekin faraz qiling, 5 kilometr balandlikda hayot bormi? Yasha oladimi odam? Odam yo'q. Alloh taolo shu darajada mo'jiza qilib shu qobiqqa yaratgan biz yashashimiz uchun-da. Shunaqa. Uni o'zi bir mo'jiza. Hujayra mana kichkina kletochka to'g'risida. Ichida qancha organlar bor bilasizmi? Mo'jiza-ku. Odam yaratgan hozir narsa mo'jiza emas, misol uchun, lekin ana hozirgi hamma mana biz ishlatayotgan bir ko'zli, ko'p ko'zli har xil apparatlar bor-ku, misol uchun. Ichida mikroprotsessor bor. Uni mikroskopik увеличениеda ko'rganmisiz bir ikki marta kadrlarni qanaqa narsalar ichida ana liniyalar, platalar qanaqa maydaligini. Ha? O'sha hamma tushunchalarni ham menimcha hammasini u beradi insonga. Uni xohishi bilan hamma narsa bo'ladi. Aka, biz nimadir vыбор qilamiz, lekin hammasi bitilgan bo'ladi inson hayotida. Oldin bir kelganimda ham mana anaqa xafa bo'lmang. Gapirganingizda man bo'lib qoladi-da. Men mana shuni o'qiganligim uchun mana hozirgi suhbatda men boshqa narsalarni eshitayotganligim uchun shu savolni beraman. Da, kasal bo'lishdan oldingi Hasan bilan kasal bo'lib o'tgan va hozir oldingizda turgan Hasanning farqi bor. Dunyoviy nazari o'zgargan hayotga. Alloh taolo hamma narsani yaratib, har xil insonga sinovlar beradi. Hammaga ham beravermas ekan, lekin shunaqa deb ham eshitdim. Nimadir uchun berar ekanki, shu endi ish qilib beshinamdan o'tkazgandan shuni tushundimki, inson berganiga shukr qilish kerak, bermaganiga sabr qilish kerak. Va shunchaki Allohni ko'p eslash kerak. Zikr qilib. To'g'ri inson bo'lib harakat qilish kerak. Odamlarga yaxshilik qilish kerak. Shunaqa. Zaklучениеga juda ham zo'r gaplar bo'ldi. Inson taqdirini o'zgartirishi mumkin bo'lgan narsa duo bo'lsa, yana inson o'zini nima deydi, yuksaltirishi mumkin bo'lgan narsalar bu uni misol uchun musofirlikni boshdan kechirganligi, sayohat qilishi, misol uchun ilm olishi, bu insonni yuksaltirib fikrini o'zgartirishi mumkin bo'lgan narsalar. Dunyoviy ilmlar bor, diniy ilmlar bor. Bu o'rinda ustozlarning o'rni lekin katta. Ustozingiz bo'lsa yaxshi inson, sizga ishonchli qaraydiganda, sizni podдержка qiladigan odam ko'p bo'lsa, siz shu baxtlilar qatoriga kirishingizni protsenti oshadi demoqchiman. Boya aytgandek bo'ldingiz, stomatolog bilan tish doktorini farqi bor deb aytdingiz. Ruschasiga zubnoy vrach. Zubnoy vrach bilan stomatologga farqi nima? Zubnoy vrach degani zub vrach, то есть lechit zubi yoki tishda oliydi degani. Stomatolog stoma og'iz logos organi, ya'ni og'iz bo'shliq kasalliklarni o'rganuvchi mutaxassis hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'iga shilq qavat kasalliklari, til kasalligi, misol uchun-da, tilda ham glossit, misol uchun labba yalg'lanish, hilit, misol uchun tish kasalligi, tam pulpit, periodontit, karies, tushunasizmi? Parodontit, gingivit. Tish doktor bilmaydi bularni. Buni tish doktor bilmaydi. Buni tish doktor u qadar mukammal bilmasligi kerak. Bila olmaydi ham o'zi bundoq qarasa. Mana shu yengillik bo'ldi do'stlar. Chunki misol uchun stomatologiyada institutga kirilganda fundamental fanlardan gistologiya degan fan bor. Eshitganmiz gistologiya? Bu hujayralar urovnida o'rganamiz bu narsani. Hujayra mana ko'ndalang kesmasini preparatlarni, ya'ni qanaqadir bitta faraz qiling, to'qima kesildi, mushak to'qimasini kesib, mikroskopda preparat tayyorlangan, bo'yalgan, o'sha hujayralarning tuzilishi, yoyilishi, ana kletkalarning tuzilishini o'rganadigan fan hisoblanadi gistologiya. Onkologiya bo'lsa odam misol uchun hujayrasi olinadi-da, uni ham gistologiyasi tekshiriladi. Aynan qanaqa o'tdi, to'qima rivojlanyapti. Adenokarsinoma, rakka ham har xil turlari bo'lishi mumkin-da, misol uchun har xil a'zodan kelib chiqadi. Shuning uchun stomatolog ana nozik tuzilishidan tortib butkul organ tuzilishigacha o'rganadi demoqchiman. O'shaning uchun stomatolog bu kattaroq, обширныйroq narsa, lekin stomatologiyani ham o'zi bo'linadi. Misol uchun mana shu yuz jag' sohasi, челюстно-лицевой xirurgiya, misol uchun jarrohlik amaliyoti, terapevtik stomatologiya, u ham bolalarniki bor, kattalarniki bor. Детский xirurgiya bor, взрослый xirurgiya bor. Dental implantologiya bor, oralniy xirurgiya bor.
yo'nalishlari juda ko'p. Har bittasini qilish uchun alohida mutaxassislik ega bo'lish kerak patsient, vrach. U mutaxassislikni olganingizdan tashqari yana shu mutaxassislik bo'yicha kategoriyangiz bo'lishi kerak. Yo'q, rostda? Yo'q, zo'r. Men nega kulib yubordim. Shu mendan kelishimdan oldin hamma so'radi. Nech pul topishini gapir. Men gapirmayman u gaplarni. Ortodontiya degan yo'nalish ham bor, o'sha breketlar, alignerlar. Lekin siz tushuning, shu hamma o'qishlar pul talab qiladi. Shu hamma o'qishlar vaqt talab qiladi. Keyin siz prosta 6 oy, 1 yil, 2 yil o'qiganingiz bilan shu narsani to'liq ichiga kira olmaysiz. Kurs emas bu, o'rtoqlar. Bu nauka-da, bu. Da, nauka. Misol uchun men bilgan mutaxassislar, международный ortodontiya bo'yicha o'zimni bilgan, ishongan mutaxassislarim bor. Ularga patsientlarni yuboraman. Men ortodontiya bilan shug'ullanmayman, misol uchun, chunki u yo'nalish alohida vaqt, uni qiladigan odam ko'p narsani yig'ishtirib qo'yishga ham to'g'ri keladi-da. Shuning uchun невозможно необъятное deydi-ku. Slizistый shiliq kavat kasalliklari bo'yicha ham o'zini mutaxassisga jo'nataman. Misol uchun, men ko'rsam prosta misol gnoyniy xirurgiya bor, misol uchun bizda челюстно-лицевой yo'nalishlari bor, чистый xirurgiya bor, yiringli jarayonlar bor. Yiringli jarayonlarga o'zini xirurgiga jo'nataman. O'sha ishni ko'proq qiladi. Kerakli antibiotikni ham yuradi bir xillarda. Kerakli nima ishlashni biladi shu holatda, misol uchun. Uni shu yo'nalishda tajribasi bor. U mendagi tish qo'ymaydi, misol uchun. Men общеплановый patsientlarni ko'raman-da, nima deydi, o'zim soham bo'yicha в основном dental implantologiya, misol uchun yoki protezирование bo'yicha asosiy mutaxassisligim o'zi shunda meni. Shu yo'nalishim bo'yicha kasallarni ko'rishga harakat qilaman. Qolganini terapiyasini terapevt ko'radi, boshqa. O'zimni yo'nalishim bo'yicha xirurgik ishlar qilishim mumkin, lekin nima deydi, rejalangan ish qilishim kerak-da. Lekin bilaman bir xillarda ekstern patsient chiqib qolsa, meni rejamda uni ko'rishga sharoit bo'lmasa, siz aytganingizdek, men uni tiqa olmayman unga. Chunki men misol uchun xirurgik ish, misol aql tishlarning olinishi sложностiga qarab har xil bo'lishi ham mumkin-da. Shunga yarasha boshqa ishongan doktorimga yuboraman, baraka topkiraman, tish og'riyotgan ekan, olib qo'ying deyman-da, uni vaqti bo'lsa keyin olib qo'yadi. Hamma ishni o'zini mutaxassisi qilish kerak. Bizani hamma sferada o'zini mutaxassis o'zining ishini qilsa, hamma yaxshi yashaydi, aka. Hammaga kasal yetadi o'zi. Bu boshqa sohalarga ham tegishli-da. Любой sohani o'zini mutaxassis qilsa, har qanaqa ishchi hamma davolniy bo'ladi. Qo'chqor so'ysa ham, qassob so'ysa. Qo'shilsam, da. Kommentariyada yozib qoldiringlar agar shu gaplarga qo'shilmasanglar. Eng yomon katta xatolardan qiladigan patsientlar xatosi bu vrachning gapiga quloq solmaslik. Plani назначение qilsa, misol uchun boyagi savolingizga javob. Назначение qilsa, o'shani bajarmaslik patsient tomonidan qilinadigan lecheniyaning eng katta xatolardan bittasi shu bo'ladi. 7 kun ichgan desa, 3-kunchi kun yaxshi bo'lib qoladi, 4-kun ichmaydi. Da, antibiotik ta'sir qilishini bilmaydi-da patsientlar. Misol antibiotik buyurilsa yoki mana qanaqadir jarrohlik amaliyoti o'tkazilsa yoki davolansa, patsientga aytamiz, "Hoy, sovuq zax bosmang." Gaz yog'ganda, misol uchun o'zbekcha gap bor, shamollagan yoki yalg'alangan deyish mumkin. Yaxlik qo'l deyishadi. Patsientim yaqinda keldilar, tishlarini davolayapmiz. Tegida yiringli qopi bor. Patsientga aytilyapti, sovuq zaxga urmay turing. Patsient uyda burchatka yeyapti ayol kishi, morojniy yeganda til tomonida absess bo'lib, bu flegmonaga aylanib ketishi mumkin-da. Bundoq qo'lim bilan yurg'izganimda, bundoq yiring chiqyapti-da patsientda. Ozgina 1-2 kun yurganlarida tomoni kechishga to'g'ri keladi-da uni holatda. Это серьезно. Lekin patsientni bitta gap aytsang, ikkinchi quloqdan chiqib ketsa, shunaqa narsalar осложнение bo'lib qolsa, vrach aybdor bo'lib qoladi. Yoki patsient bo'ladi shunaqa. Og'ziga yaxshi qaramagan, yaxshi yuvmagan, yaxshi tozalamagan, tish olinadi-da patsientda. Ichki organlari ham yaxshi ishlamaydi. Misol uchun, jigari, qanaqadir xasta, sahna diabeti bor, yondosh kasalliklari bor-da. U tish olingan narsadan keyin осложнение beryapti, yiringli proses kuchayapti patsientda. Immunistatus tushgan. Общий organizm. Общий organizm charchaganda, sizlarni prosta tish olib tashlaganingizdan keyin shu narsalar hammasi qo'zg'alib ketdi-da, odam mazasi bo'lmay qoldi-da. Doktor aybdor. Уже больницаga yotib, operatsiya qilish kerak bo'lib qoldi uni. Tish doktor aybdor bo'lib qoladi, oxirga tegib qo'ygan. Lekin ungacha o'zi pishib, sazret qilib bo'lgan, uni og'zi ham, organizmi ham, tushunasizmi? Oxirgi tomchi bo'lgansizlar. Birinchi patsient o'ziga savol berish kerak. Nima uchun shunaqa bo'ldi? Birinchi aybni o'zidan qidirish kerak demoqchiman. Tishini yaxshi yuvmaganidan, vaqtida kelmaganidan, itagdan. Hasan aka, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ancha bilimliga ega bo'ldik. Sizlarga ham foydali bo'ldi degan umiddamiz. Nima qilamiz Hasan aka? Balkim
eng yaxshi kommentariy bergan odamga bo'sh vaqtingizda kommentariylar o'qiysiz. Da. Nimadir sovg'a bera olamizmi? Albatta, eng yaxshi kommentariy yozgan odamga stomatologический nazar tutyapsizmi? Ha, stomatologический bo'lsa, mayli og'iz bo'shlig'i holatini tekshirib, shu odam uchun zaruriy bo'lgan muammosini hal qilib beramiz. Eng yaxshi kommentariy bu eng yaxshi savolda, to'g'rimi? Savol bo'lishi mumkin yoki endi bilmadim, siz uni baholang kommentariyasini. Men bilan bo'lishsangiz, mana bunaqa kommentariylar bo'ldi deb, mana shu kommentariyga yarasha sizga ichidan tanlab bersa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bo'ldi. Uchrashguncha do'stlar. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon.